بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Payg'ambarlarning tarixini o'rganishda siz bilan biz mana o'tgan safar Musa alayhissalomni o'zini qavmi bo'lgan Banu Isroilni Misrdan ochib ketganligi va Alloh taoloning buyuk bir mo'jizasiga ro'baro bo'lib, Fir'avn u yerda halok bo'lganligi va Banu Isroilni dengizdan chiqib o'tib ketganligi joyiga kelib to'xtagan edik. O'tgan safargi suhbatimizga ozgina bir ta'liq qiladigan bo'lsak, Alloh taolo fa'alul lima yurid, xohlaganini qiluvchi bo'lgan zot. Alloh taoloning qadaridan hazar hech qachon saqlamaydi. Fir'avn ana shu Musa alayhissalom va Banu Isroilni orqasidan quvib dengiz oldiga kelgan paytda dengiz yorilib Banu Isroil dengizni yerdan o'tib ketayotganda bu dahshatli manzarani oldida qo'rqdi, otini to'xtatdi. Ya'ni o'zini ana shu halokatdan qutqarmoqchi bo'ldi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning irodasi har qanday mashiatdan ustun turishligini ko'radikki, ana shu to'xtatgan otini Alloh taolo yurgizib qo'ydi, dengizga qarab kirib ketdi. Ya'ni hazar qadardan saqla olmaydi. Alloh taolo xohlaganini qiluvchi bo'lgan zot. Musa alayhissalomning qissasi ikki bo'limdan iborat bo'ladi. Birinchisi Musa va Fir'avn alayhissalom o'rtasida bo'lgan voqealar bo'lsa, ikkinchisi ana shu Fir'avndan keyingi marhala, Musa va Banu Isroil o'rtasida bo'lib o'tgan voqealarga bo'linadi. Mana bitta telefon gapiryapti. Endi shuni ham bir cheklasak bo'ladi shekilli. Hozir varaqda qo'ygani joy bo'lmayapti. Keyingi safar shu yerga bir qo'shimcha bir stol qo'yamiz shekilli. Bugun siz bilan mana shu Musa va Banu Isroil o'rtasida bo'lib o'tgan voqealar haqida so'zlashamiz, qodir qilganicha Alloh taolo. Avvalgi suhbatimizda Musa va Banu Isroil Fir'avn zulmidan qutulib, Fir'avndan qutulganligi va Fir'avn uni qo'shin qilib bo'lganini ko'rib chiqdik. Musa va Banu Isroil o'rtasida bo'lgan voqealar mana Sayno vodiysi va olamlar uchun muborak qilingan muqaddas Falastin yerlarida sodir bo'lgan. Banu Isroil Fir'avnning zulmidan qutulib dengizdan chiqqanlaridan keyin chiqishliklari bilan ana shu bir shaharga yoki bir qishloqqa kirdilarki, u qishloqdagilar butga sig'inishar edi. Ular aytdilar: "Ey Musa, bizga ana shu qavm, ana u qishloq ahli sig'inayotgan butga o'xshab biz uchun ham bir but qilib bermaysanmi?" dedi. Misrda 9 ta mo'jizani ko'rishdi. Dengizni yorib o'tishligi 10-mo'jiza edi. Mana shunchani mo'jizani ko'rib turib ham Musa alayhissalomning har bitta so'ziga hech qanday bir taraddusiz itoat qilishdi, o'rniga kufrni so'raydi. Alloh taolo ularni bu qilgan shuni itoat qildi va Musa alayhissalomga Tur tog'iga kelishlikka buyurdi. Musa alayhissalom bu safar Tur tog'iga borishligi Tavrotni qabul qilishligi uchun edi. Ya'ni Banu Isroilga shariat bo'lishligi uchun, Banu Isroilga qonun qoida bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taolo Tavrotni u kishiga nozil qildi. 600 ming kishi Misrdan chiqqan deb aytdik. Yahudiylarning soni 600 mingga yetgan edi. Ana shu 600 ming yahudiyni aravasi, mol qo'zisi bilan yurishligi nihoyatda sekin edi. Allohga bo'lgan shavqidan, tavhid, Tavrotni qabul qilishga bo'lgan ishtiyoqi tezligidan qavmini qoldirib, Musa alayhissalom o'zi yolg'iz ketdi. Ketayotganida Banu Isroilga aytdiki, men 30 kunda sizlarning oldinglarga qaytib kelaman. Va va'adna Musa 30 layla. Biz Musa bilan 30 kunda va'dalashgan edik.
Musa alayhisalom Alloh taoloning huzuriga kelganida Alloh subhanahu va taolo so'raydi: "Va ma ajalaka an qaumika ya Musa?" Ey Musa, qavmingizni qoldirib kelishingizning sababi nima? Nimaga qavmingiz bilan birga kelmadingiz? O'zi birga borishligi kerak edi. Lekin ishtiyoqi qattiqligidan tezroq olay degan niyatda qavmini tashlab kelgan edi. Qalahum ulaya ala athari va ajiltu ilayka robbi litarda. Parvardigor ular orqamdan kelishyapti. Parvardigor sen mendan rozi bo'lishing uchun shoshilib tezroq keldim dedi. Muqaddas Tuva vodiysidagi Tur tog'ida Musa alayhisalomni Alloh taolo bilan ikkinchi marta suhbati boshlandi. Birinchisi bu Parvardigordan payg'ambarlik nubuvatni olgan paytda edi. Ikkinchisi mana shu Tavrotni qabul qilish uchun Alloh taolo o'zining huzuriga chaqirdi va Alloh taoloni ko'rmagan holatda Allohning ovozini eshitib ikkinchi marta mana shu muloqot bo'ldi. Iznadahu robbuhu bil wadil muqaddas Tuva. Vaqtiki Parvardigori Musoga muqaddas Tuva vodisida nido qildi. Musa alayhisalom mana shu 30 kun asnosida Tavrotni qabul qilishni boshladi. Va mana shu 30 kun asnosida Musa alayhisalom roza tutdi. 30 kun roza tutganda og'zidan tabiiy rozadorning og'zidan chiqadigan hid kelib qoldi. Va mana shu hidni yo'qotishlik niyatida ana shu rozador holatida daraxtni baklarini olib ozgina chaynagan bo'ldi. Og'zini hidini tabiiy qaytarishlik uchun. Shunda Alloh taolo u kishidan nega iftor qildingiz deb so'radi. Musa alayhisalom og'zimdagi hidni yaxshilashlik uchun deganda Alloh taolo aytdiki, axir bilmasmidingiz? Rozadorning og'zidan chiqqan hid meni huzurimda mushk ambarning hididan ko'ra yoqimliroqligini. Suma asharan, ya'ni 10 kun qo'shimcha qiling dedi. Qavmiga Musa alayhisalom 30 kunda qaytib kelaman degan edi. Lekin bu qilgan ishiga Alloh taolo 10 kun roza tutishni buyurdi. 40 kunga qarab ketib qoldi. Va wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqat robbih 40 layla. Musa alayhisalom qavmini tashlab ketayotganda Xorin alayhisalomni ularga boshliq qilib qo'yib ketgan edi. To'g'ri, Musa alayhisalom payg'ambar bo'lgandek Xorin alayhisalom ham payg'ambar, lekin Xorin alayhisalom ukasi Musoni shafoati bilan payg'ambar bo'lgan edi. Shuning uchun ukasiga tobe edi. Va qala Musa li akhihi Harun khulufni fi qawmi waslih wa la tattabi sabilal mufsidin. O'zining akasi Harunga Musa aytdiki, meni o'rnimda qavmni boshqarib turgin va mufsid bo'lganlarning yo'liga ergashmagan. 40 kun ichida Alloh taolo bilan Musa alayhisalom o'rtasida bevosita muloqot bo'ldi. Va kallamallohu Musa taklima. Alloh taolo bir necha marta Musa alayhisalomga so'z yurtdi. Musa alayhisalom bu o'rinda hech kimga hali berilmagan bu marhamatdan Allohga bo'lgan muhabbat oshib, Allohga bo'lgan shavq oshib, Parvardigoro qala robbi arini anzur ilayk. Parvardigor, menga hech kimga bermagan ne'matingni berding. Men seni ovozingni eshitdim, menga bevosita gapirding, endi o'zingni ham bir ko'ray dedi. La yudrikuhul absar va huwa yudrikul absar. Allohdan hech qanday ko'z ilg'a olmaydi. Shunda Alloh taolo lan taroni, hargiz meni ko'ra olmaysiz dedi. Lekin Alloh taolo e'tibor beraylik, Ibrohim alayhisalom Parvardigor o'ringlarni qanday tiriltirasan deb so'raganida iymon keltirmaysanmi deb so'radi Alloh. Ishonmaysanmi deganda ishonaman Parvardigor, qalbim xotirjam bo'lishi uchun deganda to'rtta qushni madalashlikda buyurmadimi? Musa alayhisalom Parvardigorni ko'ray deganda Alloh taolo yig'ishtir gapni bunaqa gapni demadi. Qalbi xotirjam bo'lishi uchun mo'jizasini ko'rsatib qo'ymadimi? Men aytdimmi, gap tamom, qilasan degan gap ketmaydi. Siz bilan biz bir ustozlarning gapiniga quloq solayotganimizda, amal qilayotganimizda qalbimiz ham xotirjam bo'lishi kerak. U ko'r-ko'rona itoat bo'lmaydi. Hujjat dalil bo'lishi kerak bunga. Mo'min kishilik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam immo bo'lmaydi deydi. Immo kim ya Rasululloh desa, odamlar yaxshilik qilsa, ularga ergashib yaxshilik ham qilib ketaveradi. Odamlar yomonlik qilsa, ya'ni nima deymiz? Ko'pchilik nima desa, musulmonlar ko'pchilikka qaramaydi. Musulmonning aqidasi bor, musulmonning iymoni bor. Uni o'lchovi bor. Alloh taolo bu payg'ambarlarini so'zlarini qoldirmadi. Qalblari taskin topishlik uchun, ey Musa, siz hargiz meni ko'ra olmaysiz, lekin ana bu toqqa qarang. Agar o'rnida turib qolsa, meni ko'rasiz dedi. Shunda Alloh taolo falamma tajalla robbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Parvardigor ana shu toqqa bir nuridan ko'rsatib qo'yganda katta ulkan tog' titrab, kul bo'lib, kuyib yerga to'kildi.
Musa alayhissalom bu narsani ko'rib, bu manzaradan dahshatga tushib, hushidan ketdi. Shunda Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadiki, Allohga qasamki, Allohning tog'ga mana shu agar o'xshatish bo'lsa, chinchalag'idan kichkinaroq qismining nuri tushgan edi xolos deydi. Mana shu nurining bir qismi tushganda, tog' titilib kul bo'lib ketganda inson qanday ko'tara oladi bunday bir azamatni? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro va Mi'roj kechasida Allohning huzuriga chiqib, namozni farzini qabul qilib tushgan paytda oshonamiz, "Ya Rasululloh, Robbingizni ko'rdingizmi?" dedi. Ya'ni qaranglar, kimlar o'tib ketdi yer yuzidan? Kimlar yashadi yer yuzida? Nima deb yashadi ular? Biz nima deb yashayapmiz? Robbingizni ko'rdingizmi deganda, "Nurun annara" ham yo'q, nurida qayoqdan ko'ray dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hattoki Jabroil alayhisalom o'tishi mumkin bo'lmagan xatga Alloh taolo izn bermadimi? Va laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jabroilni Muhammad alayhisalom ikkinchi marta asl suratda ko'rdi, Sidratul Muntahoda. Ana shu belgilangan xatga kelganda Jabroil alayhisalom qanotlari xuddi sarg'ayib eskib ketgan, kuyishlikka yaqin bo'lgan varaqaga sarg'ayib ketgandi qanotlari. To'xtab qolganida Muhammad alayhisalomga qarab turib, hayron bo'lganda, "Ya Rasululloh, buni bu yog'iga sizdan boshqa hech kim o'ta olmaydi" dedi. Mana shu joyga chiqib namozni farzligini olib chiqdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Musa alayhisalomga Alloh taolo yerda turganda gapirgan bo'lsa, Muhammad alayhisalomni o'zini huzuriga olib chiqib gapirmadimi? Bu Rasulullohga berilgan sharaf emasmi? Alloh taoloni ko'rdingizmi deb so'raganda, nur qayoqdan ko'raman? Hadislarda keladi. Allohni boshqa mahluqotlardan to'sib turadigan o'tdan bo'lgan, nurdan bo'lgan hijobi bor. Agar bu hijob ko'tarilsa, bu nur hamma narsani kuydirib tashlaydi deydi. Alloh taolo ana shu ulkan toqqa o'zini nurini bir qismini ko'rsatganda toq titilib ketdi. La yudrikuhul absar va huwa yudrikul absar. Alloh taoloni hech kim ko'ra olmaydi. Alloh har qanday narsani ko'ruvchi bo'lgan zot. Va xarra Musa soiqa. Musa alayhisalom qo'rqib hushidan ketib yiqildi. Halamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayk va ana awwalul muslimin. Parvardigor dedi hushiga kelgandan keyin birinchi gapi, "Men tavba qildim" dedi. "Mana shu savolim uchun tavba qildim, meni kechirgin. Men musulmonlarning eng birinchisiman" dedi. Alloh taolo kishiga aytdi: "Ey Musa, men sizni insonlar o'rtasidan risolatim bilan, kalomim bilan ajratib oldim. Sizga berilgan Tavrotni, Allohning hukmlarini mahkam ushlang va shukr qiluvchi bandalardan bo'ling." Musa alayhisalomga Tavrotni berib tanlagan bo'lsa, Muhammad alayhisalomning ummatiga Qur'onni berib tanlamadimi Alloh taolo? Demak, Alloh taolo siz bilan bizga Qur'onni berib, boshqa bandalardan ajratib qo'ydi. Men tushirgan narsani mahkam ushlanglar va shukr keltiringlar demadimi Alloh taolo? Biz shukrni ado qilyapmizmi Qur'onda? Va katabna lahu fil awaqi min kulli shay'in maw'izatan va tafsilan li kulli shay' fakhudha biquwwa wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Musa alayhisalomga Tavrot tosh lavhalarda yozib berildi. Toshdan iborat lavhalar edi u. Musa alayhisalom mana shu 40 kun asnosida Tavrotni qabul qilayotgan paytida orqada qolgan Banu Isroil o'rtasida xatarli ishlar sodir bo'ldi. Alloh taolo so'radi: "Ey Musa, qavmingizni qoldirib kelishingiz sababi nima?" deganda javob berdi Parvardigor: "Sen mendan rozi bo'lishing uchun tezroq Tavrotni olishing uchun keldim" dedi. Alloh taolo xabar qildi: "Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika va adallahumus samiri." Siz qavmingizni inkor tashlab chiqib ketgan paytingizda biz qavmingizni fitnaga uchrattirdik. Ularning fitnasiga Samiri ismli kishi sabab bo'ldi. Muddat tugadi, Musa alayhisalom qaytib qavmin oldiga bordi. Qo'lida ana shu Banu Isroil uchun shariat bo'lgan, nur bo'lgan Tavrotning lavhalari bor edi. Payg'ambar Musa alayhisalom mana shu g'azablangan holda, mahzun bo'lgan holda qavmiga qaytib keldi. Xo'p, Musa alayhisalom Allohning huzurida turgan paytda Banu Isroil o'rtasida nima ishlar sodir bo'ldi? 30 kun o'tdi. Payg'ambarlar hech qachon va'dasiga xilof qilgan emas. Payg'ambarlar aytgan vaqtiga kelgan. Aytdiki, bu yerda bir ish sodir bo'ldi. Musa kech qolyapti. 30 kunda kelmadi. La'allana abnabna. Harun alayhisalom aytdi, bu Musoni kech qolishligi bizni qilgan biror gunohimiz sababli bo'lsa kerak.
Ya'ni ikkitamiz tortishib qolsak, doim ro'paramizdagi aybdor oladi-yu. O'zidan bir ish o'tgandir demayapti. Nima deyapti? Biz qilgandirimizki, Alloh taolo uni kechiktiryapti biz oldimizga kelishlikni. Yig'iladi dedi, taqinchoqlar dedi. Xuli deyiladi arab tilida. Yahudiylar Banu Isroil Misrda yashab turganida ularda unaqa zeb-ziynat, boylik bo'lmas edi, chunki qul tabaqa edi ular. Misrlik ayollardan Isroiliy ayollar to'y-to'rkunga bormoqchi bo'lsa, o'zini bir chiroyini ko'rsatmoqchi bo'lsa, ana shu Misriy ayollarni taqinchoqlarni ijaraga olib taqib, vaqti tutgandan keyin olib borib qaytarib berishar edi. Endi Misrni kechasi tark qilishgan edi. Ba'zi ayollarda Misriy ayollarning taqinchoqlari qolgan edi. Ehtimol mana shu taqinchoqlarni olib chiqib ketganligimiz uchun Alloh bizga achchiq qilib, bizga Alloh taolo bir qilgan gunohimizga Musoni kechiktiryaptimikin dedi-da, Xorin alayhisalom ana shu taqinchoqlarni yig'ib kelishlikka buyurdi. 600 ming yahudiyni qanchasida bu omonat taqinchoqlar bo'lsa, yig'ib olib kelishdi. Misrga qaytarib olib borib beray desa, olib borisha olmaydi. Lekin o'zimizniki qilib olaylik desa, omonat harom ko'mishga buyurildi. Shariatimiz islomiyada ham yerdan topib olib 3 marta so'rasa o'zini ko'p qolmaydi. 333 marta so'rasa ham o'zini ko'p qolmaydi. Ya'ni oson shuga bir yo'l topganmiz yosh bolaga o'xshab. Hukmi nima? Yerdan topilgan birodar narsasi hech qachon bizga halol bo'lmaydi. 1 yil ushlab turasiz, hukmi. 1 yilgacha egasi kelmasa, sadaqa qilib yorasiz. O'shunda ham sadaqasi kimga bo'ladi? Ajri egasiga bo'ladi. Demak, uni olishlik sizga tamomiy bu musibat bo'lishi mumkin. Ishlatib qo'yishlik xavfingiz bor. Yeb qo'yishlik, nafs yomonlik qilib ishlatib qo'yishlik xavfi bo'ladi. O'shuning uchun yerda turgan narsa hech qachon musulmonning mulki bo'lib qolmaydi. Xuddi shunday Banu Isroil ham tillarini yig'ib keldi, ko'mishlikka Xorin alayhisalom buyurdi. Ko'mishdi. Hamma tillarlar yerga ko'mildi. Alloh taolo Banu Isroilni fitnalantirmoqchi bo'ldi. Alloh taoloning makridan hech kim omonda bo'lmaydi. Alloh taoloning makridan faqat fosiq qavm xotirjam bo'ladi. Chunki tirikligida jannatni xabarini olgan Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytayapti, jannatning oldiga borib, bitta oyog'im jannatga kirib, hali ikkinchisini olib kela olmas ekanman, Allohning makridan xavotirda turaman dedi. Chunki Alloh bitta makr qilib, kirgan bitta oyog'imni ham chiqarib olishiga mumkin dedi. Biz hech qachon ikkala oyog'imiz jannatga o'tib olmasdan turib, xotirjam bo'lmasligimiz kerak. Alloh taolo adashtiraman desa, xohlagan lahzasida adashtirib qo'yadi. Biz o'zimiz esli bo'lganligimiz uchun, biz boshqalardan aqlli bo'lganligimiz uchun namoz o'qib hidoyatda yurganimiz yo'q. Alloh taoloda bizga bu mehribonligi bo'ldi xolos. Mana senga dedi, berib qo'ydi. Alloh shukrini ado qilmasanglar tortib qo'yaman degan. Samiri degan kishiga Alloh taolo bir qobiliyatni berdi. Ana shu yahudiylardan bittasi edi. Jabroil alayhissalomni otini minib ketayotganligini Alloh taolo ko'rsatgan qilib qo'ydi. Jabroil alayhissalomning oti qadami qaysi joyga tegsa, shu yerdan hayot unib chiqaradi. Ya'ni qumda bo'lsa ko'kat o'sib chiqayapti. Shuni Samiri ko'rdi. Subhanalloh. Alloh taolo bir bandaga bir dunyo bersa, bu dunyo yo Allohga yaqin bo'lar ekan shukr qiltirib, yo Allohdan uzoqlashar ekan tug'yonga keltirib. Demak, Allohdan biz nimani so'rayotgan bo'lsak, Alloh bizga nima berayotgan bo'lsa, orqasidan bir uzrini so'rab qo'yaylik. Parvardigor shu so'rayotgan narsam yoki shu bergan narsang meni sendan uzoqlashtiradigan bo'lsa, uni nari qil mendan. Chunki mendagi eng katta narsa shu iymon, hidoyat. Undan boshqa narsaga almashtirmayman. Devoraveraylik. Jabroil alayhissalomni ko'rishlikni berdi Samiriga. Lekin bu ko'rishligi bilan iymoni ziyoda bo'lishining o'rniga kufrga sabab bo'ldi. Yerga ko'milgan tillalarni oldi, eritib, ulardan haykal, buzoqni haykalini shaklini yasadi. Va ana shu Jabroil alayhissalomni oti bosgan turpoqni olib kelib, ustiga surkadi. Bu sahih hadislarda kelgan. Shunda buzoqdan shu ma'rashga o'xshagan ovoz chiqdi. Ko'raylik. Kim nimani qaysi yo'lda ishlatyapti? Alloh taolo bir ishiga zehnni bergan, fisq, fujurni, ma'siyatni rivojlantirishni ishlatyapti. Alloh bir bandaga zehn bergan, u ilm o'rganyapti, Allohni taniyapti. Alloh bir bandaga pul bergan, harom ishlarni qurib tashlayapti atrofga. Alloh bir bandaga pul bergan, Allohning uyini obod qilyapti. Yetim yasirni boshini silayapti. Demak, siz bilan bizga berilgan dunyomidi, ilmmidi, aqlmidi, quvvatmidi, vaqtmidi, qaysi yo'lda sarf qilinyapti? Shunga e'tibor beraylik. Alloh rozi bo'ladigan joyda sarflanayotgan bo'lsa,
xotirjam bo'ling, ko'payadi bu narsa. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qasam ichib aytadi, Allohga qasam, Alloh yo'lida qilgan sadoqatinglar dunyolarni kamitib qo'ymaydi deydi. Bu Samiri Allohni farishtasini ko'rdi, lekin u kishini bu zalolatga botishiga sabab bo'ldi. Samiri shu buzoqdan shu ovozni chiqargandan keyin aytdiki, Musa Robbisini izlab o'na tomonga qarab ketdi. Vaholanki uni ilohi mana buni buzay dedi. Shuni istab yurdi dedi. U adashib yo'qqa ketib qoldi. Qaytib kelgandan keyin u ham mana shu bo'zakka sig'inadi dedi. Shuni qabul qilgan aqllarni ko'ring. U bo'zak bitta tillardan bo'lgan haykal ediki, faqat ovoz chiqaradi xolos. Shunga Banu Isroilda aksariyati sig'invordi. Aksariyati shu bo'zakka sig'indi. Haqda hech kim turmadi, yo Harun alayhisalom. Faqat Harun alayhisalom o'zi turdi. Endi esliklari, yaxshilari sig'inmadi ham, Harun alayhisalomga itoat ham qilmadi. Bu yaxshilari. 9 ta Misrda, bitta dengizda 10 ta mo'jizani ko'rgandan keyin bo'zakka sig'inishyapti. Demak, insonda hidoyatga kelishligi u bitta masala bilan, bitta mo'jizani ko'rish bilan bo'lmas ekan. Alloh bersa bo'lar ekan bu iymon. Afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Ular bu buzoqqa gapirsa, na javob qaytarmas edi, na foyda keltirib, na ziyon qaytarmas edi. Faqat ovoz chiqarardi, lekin shunga sig'inishdi. Aziz joylar deymiz u. Kokil qilib kelamiz, is chiqarib kelamiz, qon chiqarib kelamiz. Subhanalloh. Ha bitta yerda u nima? Boshqadan sal do'mroq bo'lsanglar, nima bir xususiyati bir nimasi bormi? Falon joyga borib farzand so'rab keldi. Falonchi maqbaraga borib kokil qildirib keldi. Shirk emasmi bu? وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. Harun alayhisalom aytdi: "Ey qavm, sizlar fitnaga uchradinglar. Albatta sizlarning Parvardigoringiz rohman bo'lgan zotdir. Bas menga ergashinglar, buyrug'imga itoat qilinglar." Ular nima deb javob berishdi? Lan nabroha alayhi akifin hatta yarji ilayna Musa. To Musa qaytib kelguncha sig'inib turaveramiz dedi. Sig'inib turaverib Musa kelganda aniq bo'ladi dedi. Lekin haligi eslilar nima deyishdi? Ya to'xtanglar. Musa kelsin dedi. Harun alayhisalomga itoat qilmayapti. 600 ming yahudidan bittasi payg'ambarga itoat qilmayapti. Bu nimani belgisi? Qalblarda kufr bilan to'lganligi, Allohga osiylikni belgisi emasmi? Musa alayhisalom qaytib kelib, qavmini fitnaga uchraganligini ko'rgandan keyin akasi Harunning soqolidan sochini ushlab so'darashni boshladi. Musa alayhisalom tabiatan qattiq qo'l odam edi. Harun bo'lsa yumshoqroq edi. O'shuning uchun Banu Isroil Harunni ko'proq yaxshi ko'rishar edi. Qala ya Harun ma manaka idza aytahum dallu. Ey Harun, qavmingni adashganligini ko'rib, ularni to'xtatib qolmadingmi? Alla tattabi'ani afa asayta amri. Ular zalolatga boshlaganda meni oldimga tezlik bilan yetalab kelib, ularni qaytarmadingmi? Meni buyrug'imga osiy bo'ldingmi? Ukasini so'darab urayotganligini, hamma bu Banu Isroil oldida bir azobli ekanligidan Harun alayhisalom aytdiki, onamni bolasi dedi, meni soqolimdan va boshimdan, sochimdan tortmagin. Agar men e'tibor beraylik shu etiga. Agar men bo'zakka sig'inganlarda sizlar qolinglar, bo'zakka sig'inmaganlar meni orqamdan yuringlar, sizlar adashdinglar, meni adashmada olib borsam, sen Banu Isroil o'rtasini ikkiga bo'lib qo'yibsan-u, deb malomat qilmasin deb turaverdim shular ichida dedi. Hatto kufrga ketgan bo'lsa ham bo'linmasin deb tek qo'yaverdi. Birodarlar, nimalar ustida bo'linib ketmayapti musulmonlar? Arzimagan fiqhiy masalalar ustida, o'zi u tomonni ham, bu tomonni ham hujjati bor. Unisi ham, bunisi ham haq. Shundaymi? U haq bilan botilning o'rtasida emas, far'iy masalalarda kelisha olmayapmiz. Namozda bunday qilish kerak, bunday qilmaslik kerak. Bunday qilmaslik kerak, bunday qilish kerak. Birodarlar, hajga borganlar ko'rdinglar-a? Qo'lini umuman baylamasdan shu yerda namoz o'qiydiganlar bor. Ixtilof qilmasdan yashasa ham bo'lar ekan u. Musulmonlarda birligiga qattiq ishora bor bu yerda. Fa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu fihi Alloh taolo. Allohning dinini, Alloh taoloning arqonini mahkam ushlanglar deb turib, Alloh taolo o'zi ushlanglar degani yetar edi. Orqasidan bo'linmanglar deb qo'yapti. Bitta buyruq ikki marta takrorlanmayaptimi? Biz nimalar ustida kelisha olmay qolyapmiz, nimalar ustida tortishib ketyapmiz? Bitta masala ustida.
Musulmonlar birlashishdi o'rniga din ustida bo'linib ketishyapti. Ya'ni musibat nimada? U ham haq, bu ham haq. U ham oyatda gapiryapti, bu ham oyatda gapiryapti. Lekin hech kim bir ikkinchisiga xo'p deb qo'ygisi kelmayapti. Harun alayhisalom qavmi kufrga kirib ketgan bo'lsa ham, Musa kelib o'zi xalqisida bo'linib turibdi. Ko'zimizni ochaylik. Bo'linib bo'lmaydi islomda. Akasini so'roq savol qilib bo'lgandan keyin Samiriyni chaqirib Musa alayhisalom aytdi: "Qolafa ma xatibuka ya Samiri? Samiri, nima ish qilib qo'yding?" dedi. Qavmni fitnalantirib qo'ysan u. Qanaqa qilib bunga ovoz kirgizding? deganda aytaverdi. Qala basubtu bima lam yubsiru bi faqabaltu qabzatan min athari rasul fanabattuha wa kadhalika sawwalat li nafsi. Boshqalar ko'rmaydigan narsani ko'rdim. Rasulni izidan olib surtdim dedi. Rasul kim edi? Jibril alayhisalom edi. Mana shu narsani nafsim menga chiroyli qilib ko'rsatdi. Nafsim shu narsani menga chiroyli qilib ko'rsatdi. Nafsizga quloq soling-da. Nafsizga nimalar yoqmaydi? Biram-biram narsalar yoqadi nafsizga. Endi o'sha biram-biram narsalarni tekshiringlar shariat bilan. Xuddi shu narsani shariat nima qilgan bo'ladi? Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Mana shu narsani poylagan yutdi, nafsini ko'yga kirgan yutkizdi. Imtihon bitta. Shu nafsini sindirsang bo'ldi. Bo'lib ketadi hamma yo'q. Bitta imtihon. Nafsni sindir. Bu nima deyapti? Nafsim shu narsani chiroyli ko'rsatdi, shu ishni qilib qo'ydim dedi. Banu Isroil 9 ta mo'jizani Misrda ko'rdi. Dengizni ko'rdi 13 mo'jizani. Shuncha mo'jizani ko'rib turgan bo'zakka sig'inyapti. Bu nimani belgisi? Eshitdik va bo'yin sunmadik deyishdi. Kofirliklari sabab ko'ngillari faqat buzoqqa ibodat qilish bilan to'la. Yahudilar aytadi o'zlari, biz faqat dozotda 40 kun kuyamiz deydi. Nimaga? 40 kun bo'zakka sig'inib qo'yganligimiz uchun. Biz Allohning o'g'illarimiz deydi, boshqalar hayvon deydi. Alloh taolo nimaga Banu Isroilda qissasini Qur'ondagi eng katta qissalar qilib nozil qildi? Nimaga 70 tadan ko'proq o'rinda zikr qildi? Ularni holini ko'ringlar. Ularda qilgan ishlari-yu, o'qigan ishlari oqibati qayerga olib borganligini ko'ringlar. Musulmonlar unaqa bo'lmanglar deyapti. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Yo'qol dedi. Endi hayotda sen menga tegmanglar, mendan uzoq bo'linglar deb o'tasan dedi. Unga moho kasali tegdi. Umrining oxirigacha odamlar unga yaqinlashmadi, undan qochdi, moho bo'lib o'lib ketdi. Bu dunyodagi jazo edi. Va innalaka maw'idan lam tukhlafahu wanzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi akifa lanukharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Endi sen sig'ingan ilohingni butingni qarab tur dedi. Biz kuydirib tashlaymiz va qolgan parchalarini dengizga uloqtiramiz dedi. Toki odamlar bunga nima qilmasin? Qaytadan sig'inib qo'yishmasin. So'ngra Banu Isroilga qarab aytdi: "Innama ilahukumullohu allazi la ilaha illa huwa wasi'a kulli shay'in ilma." Sizlarning Parvardigoringlar har qanday narsani o'zi ilmi bilan qamrab olgan, yagona bo'lgan iloh dedi. Wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi qala ya ibn innal qawma istad'afuni. Harun alayhisalom ular bo'zakka siringan paytda qaytarmoqchi bo'lganda o'ldirmoqchi bo'lishdi. Shuncha aytayaptiki, qavm meni zaif qildi, o'ldirishlikka tayyor bo'ldi. Dushmanlarni oldida meni masxara qilmagin dedi ukasiga. Shunda Musa alayhisalom Samiriga la'nat o'qigandan keyin Allohdan duo qilib so'radi. Qala robbighfirli va li akhi va adkhilna fi rahmatika va anta arhamur rohimin. Parvardigor meni va akamni kechirgin. Ikki kishini so'rayapti. Chunki haqda bitta odam qoldi Musa alayhisolamdan tashqari. Va bizni rahmatingga kirgizgin, albatta sen rahimlilarning rahimliroqsan. Innallazina ittahadu. So'ngra ana shu bo'zakka sig'inganlarga qarab aytdi: Innallazina ittahadu al-ajla sayanaluhum ghadabun min robbihim va zillatun fil hayatid dunya va kazalika najzil muftarin. Ammo ana shu bo'zakka sig'inganlarga dedi: Parvardigorlar tomonidan g'azab bo'ladi. Dunyo hayotida xorlik bo'ladi. Haddidan oshganlarda mana shunday jazolaymiz dedi Alloh taolo. Ana shu lahzada tushgan Allohning g'azabi qiyomatgacha yahudiylar ustida turadi. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim g'oyril mag'zubi alayhim valaddallin. G'oyril mag'zubi degani
seni g'azabingga yo'liqqan deganda mana shu yahudiylarni tushunamiz. Shuncha mo'jizani ko'rib turib ham bo'zakka sig'inganda Alloh taolo ularga g'azabi bo'ldi. Bu g'azab qiyomatgacha turadi. Valabbolin kim u? Bu nasroniylar haqni yo'qotib qo'yishdi. Ikkalasi ham jahannamda. Yahudiylarning ahvoli nasroniylardan ko'ra og'irroq. Chunki haqni ko'rib turib inkor qildilar. Buzoqni kuydirib dengizga uloqtirishgandan keyin Banu Isroil kelib biz xato qilibmiz. Biz tavba qilishni xohlaymiz. Musa tavba qilishlikka bir shart bormi? deb so'rashganida Alloh taolodan bir ajib buyruq keldi. Agar mana shu bo'zakka sig'inib qo'yganlik gunohini dunyoda o'zida yuvishlikni xohlagan kimsalar bo'lsa, agar bu qilgan gunohini jazosi qiyomatga qolishini xohlamaydiganlar bo'lsa, faqtulu anfusakum zalikum khayrun lakum inda bariikum. O'zingizlarni o'ldiringlar dedi. Mana shuni o'zi dunyodagi xorlik edi. Inson o'zini qo'li bilan o'zini o'ldirishligi, o'zini o'zi xor qilishligi hisoblanardi. Allohning g'azabi bo'zakka sig'inganda bo'lgan bo'lsa, ularni o'zlarini o'zlariga o'ldirishligida buyruqni kelishligi, ularni xor qilishligi edi. Namoz o'qiyotganingizda o't ketayotgan bo'lsa, namozni buzib o'tni o'chirish kerak. Shundaymi? Namoz o'qiyotgan bo'lsangiz, yer qimirlab bosib qolishi xavfi turgan bo'lsa, turavermaysiz. Shariat chiqib ketishlikka buyuradi namozni buzishlikka. Bolangiz o'malab Termizdagi Qaynoqchoga ketayotganda namozni Allohning haqqi edi namozda turishingiz. Lekin Alloh taolo siz bilan bizga rahmdil bo'lganidan bandam qiylanmasin deb o'zini haqqini kechib borib bolangni to'xtatib qo'yur deyapti. Lekin bularni nima qilyapti Alloh taolo? O'zingni o'ldir deyapti. Bu mana shunday xorlikka loyiq xalq edi. Haqiqatan bir qanchalari turdida shart o'zini o'ldirdi. Ana shularda Alloh taolo shu qilgan gunoh uchun kechirdi. Lekin aksariyati bu ishni qilmadi. Va la tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Alloh taolo insonlarning ichida hayotda dunyoni yaxshi ko'radigan, hayotga o'ch bo'lgan eng qattiq xalq bu yahudiylar dedi. Ala haya deyapti. Lug'atda havori bor birodarlar. Alal haya bo'lsa alif lam bilan al hayot kalimasi. Ma'lum bir hayot degani. Endi alif lamsiz ala haya desa hayot deyapti. Farqi yo'q qanaqa hayot? Xor hayotmi, aziz hayotmi? Farqi yo'q, yashasa bo'ldi. Alloh taolo aytadi, ulardan biri 1000 yil yashashni orzu qiladi deydi. Lekin 1000 yil yashaganda ham baribir boradigan joy jahannam bo'ladi. Wallazina amilus sayyiati thumma tabu min ba'daha wa amanu inna robbaka min ba'daha lag'afurur rahim. Albatta, ma'siyatni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan kimsalar, Alloh iymon keltirgan kishilar Alloh taolo bularning tavbasini qabul qildi. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Musa alayhisalom g'azabidan tushgandan keyin ana shu sahifalarida hidoyat bo'lgan, Banu Isroilga bir hidoyat bo'lgan Tavrot olib keldi. O'zini o'ldirmasdan jonini saqlab qolgan yahudlarga qarab turib, endi bu lavhalarda Alloh taoloning buyrug'i bor. Bu lavhalarda Tavrot bor. Bunga quloq solinglar, itoat qilinglar dedi. Banu Isroil nima qildi deysiz? 10 ta mo'jizani ko'rgandan keyin o'qchi dedi. O'qchi dedi. Yo'qsa olamiz. Yo'qmasa olmaymiz. Sami'na va asoyna. Shuncha narsadan keyin eshitaylik javob. Yo'qsa olamiz. Bizga to'g'ri kelsa olamiz. Qanday qilib biz eshitmasdan turib, uni nimaligini bilmasdan turib qabul qilib olamiz? Bu kofirlarning so'zi edi. Xudu ma ataynakum biquva. Ikkilanmasdan, taraddudlanmasdan mahkam ushlanglar. Yana bir marta boshlariga balo kelmaydi. Shunda Alloh taoloni bu buyrug'iga o'jarlik qilishganida Alloh taolo yana bitta mo'jizasini zohir qildi. Mana shunga tortishib turgan paytda iz nataqnal jabal. Tog'da Alloh taolo ana shularning yonida turgan katta tog'ni ko'tardi. Havoda tog' uchib keldi. Ana shu 600 ming yahud ustiga bulutda kelib turdi. Shunda Alloh taolo aytdi: "Va iz akhadna minna mithaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudu ma ataynakum biquwwa wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihim al-ajl bi kufrihim." Ustiga ana shu bulutdek ko'rinib turgan tog' kelgan paytda, ularda boshligi aniq bo'lib turgan paytda shunda aytishdi: "Eshitdik, itoat qildik" deydi. Faqat tahdiddan keyin, boshiga o'lim kelgandan keyin,
yana boya aytgandek, shu jonini saqlab qolish uchun iymon keltirishdi. Itoat qilishlik uchun emas. Hali davomida ko'ramiz qissani. Itoat qilmaydi bo'ladi birortasi ham. Va'dani, misoqni faqat shundan keyingina berishdi. Misoqni ma'nosi shu ediki, endi buni bu yog'iga Musodanmi, Tavrotdanmi qanaqa buyruq kelishidan qat'iy nazar Banu Isroil so'zsiz itoat qilishi kerak bo'ldi. Shunga Banu Isroil rozi bo'ldi. Ine tog' borib joyiga tushdi. Nechta bo'ldi mo'jiza? 11 ta bo'ldi. Bitta emas, ikkita emas, 11 ta bo'ldi. Bir qimillab olsak, uyqular yozilib ketadi. Musa alayhissalom ana shu bo'zakka sig'inib qo'yganligi uchun Allohdan uzr so'rashlikka qavmidan 70 kishini Allohning huzuriga borib kechirim so'rayotgan paytda sherik bo'lishga tanlab oldi. Bu 70 kishi bo'zakka sig'inmay turgan yaxshilar edi. 70 tasini tanladi erkaklaridan, yana Tur tog'iga nechinchi marta bordi? 3-marta qaytib bordi. Toqqa ko'tarilayotgan paytida tog' qattiq titradi. Chunki Alloh taolo bular bo'zakka sig'inganligidan qattiq g'azabda edi. Tavrotda qabul qilinglar deganda tog'ni ko'targuchiga qabul qilmaganiga g'azabda edi. Shuning uchun Alloh taolo g'azabi bo'ldi, tog' titradi, ular halokatga yaqin bo'ldi, o'lishlikka yaqin bo'lganda Musa alayhisalom Allohga iltijo qildi. Parvardigor, agar bularni o'ldirmoqchi bo'lsang, bo'zakka sig'inganlarni o'ldirib qo'ysang bo'lardi-yu. O'ldirmoqchi bo'lsang, men ularni ishiga borib, bu yoqqa kelmasdan turib o'ldirib qo'ysang ham bo'lardi-yu. Biz ishimizdagi ahmoqlarimiz qilgan ishni deb hammamizni halokatga uchratasanmi? Parvardigor, sen kechiruvchilarning eng yaxshisisan. Parvardigor bizga mana shu dunyoda yaxshilikni yozgin. Inna hudna ilayk. Hudna degani sen tomonga yurdik, sen tomondagi to'g'ri yo'lga yurdik. Shuning uchun Yahudiy deyiladi ular. Ya'ni Yahudiy degani to'g'ri yo'lga yuradigan degan asli. Hidoyat degan so'z bor uni masdar asli. Alloh taolo javob berdi. Qala azabi usibu bihi man asha va rahmati wasiyat kulli shay. Azobim bilan xohlagan bandam azoblayman va rahmatim hamma narsani qamrab oldi. Ya'ni hamma narsaga mening rahmatim bo'ladi deganda shu oyatda iblis umidvor bo'lib ketgan ekan. Allohning rahmati hamma narsaga yetadimi? Men ham Allohning narsalaridan bittasiman. Menga ham Allohning rahmati deganda oyatda davom etishdi. Fasaktubu halil ladina yattaqun va yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun. Kimga yozib qo'yman u rahmatini? Allohdan qo'rqqan, zakot bergan va bizni oyatlarimizga iymon keltirganlarga yozib qo'yaman deganda shayton noumid bo'ldi. Bunda yahudlar va nasoralar umidvor bo'ldi. Ha, biz ham zakot beramiz, biz ham namoz o'qiymiz, Allohning ba'zi oyatlarini nima qilamiz? Qabul qilamiz degan ulardan isklutcha qilib qo'ydi Alloh taolo oyati davomida. Nima dedi? Alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit-tavrati wal injil. Bu rahmatdan shaytonni noumid qildi, yahudlar nasoralar umidvor bo'lib qoldi. Ularni ham surdi. Kimga yozib qo'yaman dedi? Savodsiz bo'lgan payg'ambarga iymon keltiradiganlarga beraman bu rahmatimni dedi. Rahmat hammaga deb turib, shaytonni surdi, Yahudi nasroniy surdi. Allohning rahmati faqat ummati Muhammadga bo'ladi, birodarlar. Allohga hamd va sano bo'lsin, payg'ambarimizga ummat qilib berayotgan Alloh taologa. Shuning havas qilganda payg'ambarlar Muhammad qiyomat kunida bir ummat bo'ladiki, ularning peshonalaridan, qo'llaridan shuni nur chiqib turadi, tahorat a'zolaridan. Xuddi ana shu otni to'rtta oyog'i oq bo'ladimi? Peshonasi qoshqasi bilan. Shunda yuzidan nurlar chiqib turganda, bu ummatda hammasi payg'ambar shaklida boshqalar qarab tomosha qilib havas qilib turadi deyiladi. Vaholanki oddiy bitta namozxon bo'ladi. Shunda so'raganda zilzila to'xtadi. 70 ta ana shu bo'zakka sig'inmay turgan Yahudi yaxshisi qo'shtirnoq ichidagi toqqa ko'tarilishdi. Tog'ni qora bulut qopladi, hech narsa ko'rinmay qoldi. Shunda Alloh taologa Musa alayhisalom yolvordi, qavmini qilgan gunohidan kechirim so'radi. Alloh taolo uzrini qabul qildi. 70 ta odam ham eshitdi buni. Nechinchi mo'jiza bo'lyapti? Bulut tarqadi. Musa alayhisalom Alloh uzrimizni qabul qildi, eshitdinglar. Yuringlar endi Banu Isroil deganda 70 ta eslik. Fa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta naralloha jahratan. Ey Musa, sen bizga Allohni ko'ramiz deding-ku. Alloh bilan uchrashamiz degandik-ku. Ha biz Allohni ko'rganimiz yo'q.
Hozir biz qavmimizga qaytib borsak, Allohni ko'rdinglarmi desa, yo eshitdik deymizmi? Yo biz Allohni ko'rdik, Musa rost gapiribdi deb tasdiqlashimiz uchun ko'rishimiz kerak. Senga hech qachon iymon keltirmaymiz, to Allohni ko'rmagunimizcha dedi. Ya'ni nimaga bu Banu Isroil qissasi bunaqa katta bayon qilyapti? Ko'rib qo'yaylik bo'ladi kimligini. O'zlarini millatidan bo'lgan, Yahudi millatidan bo'lgan Musa alayhisalomga dengizdan yorib olib chiqib ketgan, Misrdagi xorlikdan olib chiqib ketgan payg'ambariga qilayotgan muomala shu bo'lgandan keyin boshqalar haqida gapirishlikda hojati yo'q. Mu'minlarga adovat jihatidan eng qattig'i Yahudiylar va shirk keltirganlar dedi Alloh taolo Qur'onda. Shunda Musa alayhisalom qavmini bu so'zdan qaytardi. Ey qavm, men Allohni ko'rishingni so'raganimda toqqa nurini tushirganda titilib ketdi. Bu gaplardan qaytinglar dedi, lekin lan nu'mina. Hech qachon senga hargiz iymon keltirmaymiz, Allohni ko'rmagunimizcha dedi. Shunda yana bitta mo'jiza sodir bo'ldi. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ko'rib turuvdilar dedi. Chaqmoq urdi, 70 tasini o'ldirdi. 70 ta odam o'ldi. Musa alayhisalom yolg'iz qoldi. Yana Alloh yig'lashni boshladi. Parvardigor, bular yaxshilar edi-yu. Bularni o'ldirib qo'ysang, Banu Isroilga qaytib borsam, ana 70 ta odam qani desa, ular Alloh ularni o'ldirdi desam, u yaxshilarimizni o'ldiribdi, bizning holimiz nima bo'ladi deyshadi-yu. Parvardigor duo qilaverdi, Alloh taolo yana bitta mo'jizasini berdi. 70 tasini tiriltirdi Alloh taolo. Nechinchi mo'jiza bo'ldi? Summa ba'atnakum min ba'dikum wa antum tanzurun. Ko'rib turdinglar, biringlar o'lib tirilayotganinglarni ikkinchilar ko'rib turdinglar. Mana endi aytasizda, shuncha mo'jizani ko'rgani mayli, narigilar mana 70 tasi endi so'zsiz itoat qilsa kerak deysiz. Unaqa bo'lmadi. Mo'jiza ketidan mo'jiza, befoyda. Shuncha odamni ko'rgandan keyin ham fisq, fujurli qavm cho'qqisida. Mo'jizani bir eslab qo'yamiz. Aso ilonga aylangan. Qo'l oppoq nur chiqargan. Qurg'oqchilik yillari, mevalarning qurishi, suv yo'q bo'lishligi, mevalarning qurishi, to'fon, chigitga, bit, baqa, qon, dengizni yorilishi, tog'ni uchishi, tog'ni titrashi, ovozni eshishi, o'lib tirilishlari 14 ta 15 ta mo'jiza sanalayapti. Sen ham bir o'sha masalani eshitganingda namozga kirib ketganini bilmay qolarding. Demanglar. Chunki namozga kirib ketishlik Alloh taolo izn bergandan keyin bo'ladi. Siz u namoz o'qimayotgan odamni u o'zini ixtiyori bilan namoz o'qimay yuryapti demaysiz, demang. Chunki Alloh uni namoz o'qishlikni xohlamayapti. Chunki u Robbisiga intilishni xohlamayapti. Qo'lini cho'zmayapti Allohga. Bersa qilaman bir kun deyapti. Birodarlar, suv kerak bo'lsa boramiz, ariqqa tumshug'imizga egib. Shunday emasmi? Suv kelmaydi biz oldimizga. Bizga kerak bo'lsa boramiz. Bu hidoyat ko'chada qolgan, bu namoz haliga bekarchilarni qiladigan ish emas. Alloh yaxshi ko'rib tanlab olgan bandalarga beradi buni. Tushuninglar shu narsani. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku. Mu'minlarga nisbatan adovati eng qattiq bo'lgan kimsalar yahudlar va Allohga shirk keltirganlar. Musa alayhisalom 70 yoshdan boshlab Banu Isroil oldiga keldi. Va Alloh taolo Banu Isroilga Iliyo shahrini sizlarga shu shaharda yozib qo'ygan edi. Iliyo hozirgi kundagi Quddus shahri, Quddus sharif. Iliyo ana shu davrda mintaqani poytaxt hisoblangan. Kim Iliyo shahriga ega bo'lsa, butun bir mintaqani boshlig'i bo'lar edi. Iliyo shahrida nihoyatda jissolari, gavdalari katta, kuch-quvvati ko'p bo'lgan xalqlar egallab o'tirar edi. 600 mingta kishini Iliyoga qarab kelayotganligidan xabar topganda ular qo'rqishdi ko'pligidan bo'lardi. Qo'rg'onlarni bekitishdi, mustahkamlashdi, urushga tayyorgarlik ko'rishdi. Musa alayhisalom Iliyoni eshigiga kelganda qavmiga buyurdi, hujum qilinglar dedi. Hech kim itoat qilmadi. Hatto ana shu o'lib tirilgan 70 ta ablahda bittasi itoat qilmadi. Aytishdi, yo'q dedi, biz dedi 430 yil dedi qul bo'lganmiz dedi. Dehqonmiz, cho'ponmiz, ustamiz, biz jang qilishni bilmaymiz dedi. Bu yerda qilishni bilasizmi, qilishni bilmaysizmi deyilmayapti. Allohning buyrug'iga va'da berishgan edi ular. So'zsiz itoat qilamiz, nima buyruq kelsa deyishgan edi. Lekin ahdga xilof qilayotganligini ko'ryapmiz. Sizlar menga va'da bergan deylar. Ishoninglar, agar mana shu bitta eshikni ochib qo'ysanglar, Alloh taolo narigilarning qalbiga qo'rquv solib qo'ygan.
chiqib ketadi, qochib ketadi desa, yo'q dedi. Alloh bizga shaharni yozib qo'yganmi? Chiqib ketsin, keyin kiramiz. Modomiki ular o'sha ekanmi, biz kirmaymiz uyga dedi. Bu o'rinda Musa va Harun alayhisalomdan birorta tashqari kishi haqda turmaganligi bilinadi. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta va robbuka faqatila inna ha huna qoidun. Ey Musa, modomiki ular o'shada ekanmi, biz hargiz kirmaymiz. Endi chiqib ketsa kiramiz. Bor, sen va Robbing borib jang qilaveringlar, biz ma'da o'tirib turamiz dedi. Payg'ambariga gapirayotgan so'zini e'tibor bering, payg'ambarga qilayotgan muomalasini ko'raylik. Biz otamiz haqida gapirayotganda gapimizni o'ylabroq gapiramiz. Hozirgi kunda ham yo'q emas. Payg'ambarlar haqida gapirayotganda ba'zilar xuddi ko'chadagi oddiy odam haqida gapirayotgan yoki bir ishxonaning rahbari haqida gapirayotganda gapiradi. Payg'ambarlar haqida gapirayotganda tilga ehtiyot bo'lishi kerak bo'ladi, birodarlar. Chunki Alloh taoloda tanlab olgan bandalar ular. Bular o'zini shunday bir azizlikka olib chiqib turgan payg'ambarga aytayapti, bor. Sen Robbing bilan urushaver, biz nima qilamiz? O'tirib turamiz bu yerda. Endi Banu Isroilni Musoga aytgan so'zi bilan Muhammad alayhisolamning sahobalari payg'ambarimiz aytgan so'zini solishtiramiz. Badr g'azotida payg'ambarimiz Qurayshda karvonini yo'lini to'sgani chiqqan 314 ta odam bilan. Quraysh nariyadan 2000 ga yaqin qo'shin bilan kelib qoldi. Musulmonlar urushga tayyorgarlik ko'rib chiqishmagan edi. Karvonni yo'lini to'sgani chiqqanda xolos. Lekin nariyadan urushgani tayyor Qurayshga uchrab ro'bara keldi. Shunda payg'ambarimiz so'radi: "Ashiru alayya ayyuhan nas." Nima qilamiz dedi. Bir qancha sahoba Abu Bakr turdi, Hazrat Umar turdi, bir qancha sahobalar turib urushamiz deydi. Shularning qatorida Miqdod roziyallohu anhuning gapini Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, agar iloji bo'lganida deydi, o'zimizni tilga o'girsak, dunyodagi hamma narsani bir og'iz so'zga almashtirardim deydi. Shunday o'rinda, shunday chiroyli gapni gapirdiki, butun dunyo meni cho'ntagimda bo'lsa, shuni berardim, shu so'z meniki bo'lishi uchun deydi. Nima dedi? Ashiru alayya Yohannas. Odamlar nima qilay, maslahat beringlar deganda turib aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "Biz sizga Banu Isroil Musoga, ey Muso bor, Robbing bilan sen urushaver, ma'da o'tirib turamiz" degandaqa gapni gapirmaymiz. Biz sizga aytamiz, "Ya Rasululloh, boring. Siz va Robbingiz jang qiling, albatta biz sizlar bilan birga bo'lamiz" deymiz dedi. Ya'ni musulmonlarning birinchi g'azoti shu edi. Yahudlarda shuncha mo'jiza ko'rgandan keyingi payg'ambar aytgan gapini ko'ring-ku, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomda sahobalarga aytgan, sahobalarda payg'ambarimiz aytgan so'zini ko'ring. Shuncha Alloh taolo aytmadimi? Kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nas. Sizlardan bir toifa bo'lsin, yaxshilikka yurganda qaytarsin degan oyatda davomini o'qisak, birodarlar, davomida keladi. O'sha ummat yaxshisi bo'ldinglar degan o'sha paytda bo'lgan ummat. Hozir emas u faqat. Tushunarlimi? Oyatda bir qismini o'rganib olib turib, keyingisini tashlab olsak, to'g'ri xulosa qila olmay qolamiz. Sizlardan bir toifa bo'lsin, yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarsin deyotganda, o'shadan olimlar qolgan tashlab qo'yib eshitaylikda. O'sha davrda o'zida bo'lgan shu ummat. Keyin ham bo'ladi inshaalloh. Sahobalar mana shuni olib keta turishdi. Qala robbi inni la amliku illa nafsi va akhi. Parvardigor, men o'zim bilan akamdan boshqa hech narsa ega emasman dedi. Ya'ni hech kim itoat qilmadi. Tafruq baynana va baynal qawmil fasiqin. Birinchi marta qavmini duoibat qildi. Parvardigor, bizni bilan fosiq qavmning o'rtasini ajratgin dedi. Shunda Alloh taolodan ajib bir hukm keldi. Bu hech kim bunchalik muddat bilan balolanmagan edi, katta muddat bilan. Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard. Mana shu shaharga kirishlikka bosh tortishganligi uchun, mana shuncha mo'jizadan keyin payg'ambarga ozib bo'lganligi uchun, sizlar uchun yozib qo'yilgan mana shu shahar 40 yilga harom, 40 yil sargardon bo'lib yurasizlar yer yuzida dedi. Baytul Maqdisda, Quddusda yozib qo'ygan bo'lsa ham, itoatsizlik uchun Alloh taolo tortib qo'ydi. Demak, bizga tevadan bir narsa yozilgan bo'lsa, rizqimizni katta bo'lishini Alloh taolo qilib qo'ygan bo'lsa, osiyligimiz sababli to'xtab qolar ekan. Mana bundan xulosa olsak bo'ladi. Sizlarniki yozib qo'yganman desa, olinglar desa olmayapti. Demak, inson osiy bo'lishi bilan o'ziga kelayotgan ne'matlar to'sadi. Toatda bo'lishligi bilan o'ziga kelayotgan balolarni to'sadi. 40 yil orasida qayerda bo'ladi ular?
yer yuzida sargardon bo'lib yurishadi. Alloh taolo bu qavmni halok qilishni xohlamadi, azoblashlikni, ularga ta'zirini berishni xohladi. Musa alayhisalom kirishni xohlamaysizlarmi dedi, qaytinglar orqaga dedi. Orqaga qaytishdi. Yo'l yo'qotib qo'yishdi. Orqadagi birinchi oxirida uchragan shaharga qaytib borishuvdi, topisha olmadi. Sen bilmaysan ekan yo'lni. Men boshlayman deb boshqa yo'l bosishdi. Aylandi 3-4 kun yuradi, yana boshlagan joyga kelib qoladi. Necha kun aylanib yursam, ana shu yo'ldan chiqisha olmadi. Bu Alloh taoloning bergan ibtilosi edi. Bu 40 yil ichida qirilib ketishi kerak edi, chunki cho'lda yurdilar. Lekin Alloh taolo yana mo'jiza berdi. 40 yil ularning ustini soya qilib yurgan bulut yurdi ustida. Mo'jizam bu ham. Xo'p, 40 yilda ular chanqashganida, suv ichish kerak edi. Nima qildi Alloh taolo? Va Ilyas qavmi Allohdan suv so'raganda Musa alayhisolamga aytdi: "Udulana robbaka." Parvardigoringga duo qil, Robbingga duo qil, Robbimizga emas. Robbingga duo qil, chanqadik. Alloh taolo suv mo'jizasini berdi. Toshni asosi bilan urdi Musa alayhisalom. 12 ta ko'z otilib chiqdi buloq bo'lib. U tosh shunaqa tosh ediki, ko'tarib aravasiga qo'ysa suv to'xtar edi, olib yerga qo'yishiga buloq bo'lib 12 ta ko'z otilib chiqar edi. Banu Isroil 12 ta qabila edi, 12 ta sibt, asbob deyiladi mana. Yaqub alayhisalom 12 ta o'g'lini urg'ular edi. Har bitta qabila o'zini ichadigan suvini bildi aniq. Mo'jizam. 40 yil ichida nima yeyishdi ular? Alloh taolo ularga kuniga 3 mahal taomni tushirib turdi. Subhanalloh. Bedana yog'ilib turdi. Ovqatlanadigan payti bo'lganda osmondan bir to'p bedana uchib kelardi, ularni oyoqlarining tagida turib qochmas edi. Tutib, patini yulib pishirib yeyishar edi. Alloh taolo ularga manni tushirdi. Man bu ana shu asalga o'xshagan bir shirinlik. Ya'ni yashashlikka nima kerak bo'lsa Alloh taolo muhayyo qilib qo'ydi. Alloh qodir edi bir lahzada bularni yo'qib tashlashlikka. Alloh taolo shuncha mo'jizasini ko'rgandan keyin ham payg'ambariga itoat qilishdan ular bosh tortdi. Mana shu 40 yillik sargardonlikning ichida bir qancha voqealar sodir bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatimizda ana shularni davom etkazamiz. Bu ana shu sigir voqeasi. Bu Musa alayhisalom bilan Xizr alayhisalomda bo'lgan uchrashuv voqeasi. Bu aytilgan mavzulardan xulosa olishni o'rganaylik birodarlar. Bu payg'ambarlar qissasidan olinadigan eng katta xulosamiz bitta. Xulosalar ko'p. Asosiysi bitta. Hidoyatni Alloh yaxshi ko'rganiga beradi. Bergan ne'matini Alloh taolo shukrini kutadi. Shukrini ado qilsa ko'paytirib beradi. Shukrini ado qilmasa Alloh taolo tortib qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo eshitgan mavzularimizga amal qilishni nasib qilsin. Alloh taoloning manhajdan uzoqlashishga yashashlikka Alloh taolo o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala khayri xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sayyidul ayyom va hajjul masakin bo'lgan muborak juma kunida har birimizni bosib kelgan qadamlarimizga Alloh subhanahu va taolo ajr va hasanatlar yozgan bo'lsin. Payg'ambarlar qissasini davom etkazar ekanmiz. Mana bugun Musa alayhisalomning hayotida ana shu sargardonlik davrida sodir bo'lgan bir qancha voqealarni Alloh xohlasa o'rtoqlashgan bo'lamiz. O'tgan safargi suhbatimizda mana Musa alayhisalom Banu Isroilni Misrdan olib chiqib ketgandan keyin ana shu Sayno vodiysida yuz bergan voqealarni gaplashgan bo'ldik. Banu Isroilni qanchalik Allohning ne'matiga kofir, Allohning ne'matiga noshukr banda ekanligini bo'lib o'tgan voqealarda eshitib bildik. Misrning o'zida 9 ta mo'jizani ko'rishligi, dengizni yorib o'tishligi bilan 10 ta va Tavrotni qabul qilishni xohlamagan paytlarida ularning ustiga tog' ko'tarilganligi va Alloh taoloning g'azabiga uchraganlardan keyin Musa alayhisalom ulardan bo'zakka sig'inmasdan turgan 70 kishini tanlab Tur tog'iga olib borganligi. U yerda Alloh taolo Musa alayhisalomning tavbasini qabul qilganligi va ana shu tavbani qabul qilgandan keyin ana shu 70 ta Alloh bilan gaplashganligiga guvoh bo'lgan kishilar eshitishdi bu narsa suhbatda, lekin Banu Isroilning oldiga qaytib borishlikdan bosh tortishdi. Aytishdiki, biz Allohni ko'ramiz deb kelganmiz. Ey Musa, sen bizga Allohni ko'rsataman degansan. Ya'ni uchrashamiz degansan, biz ko'rishimiz kerak. Eshitishlikda o'zi bilangina kifoyalanmaymiz. Biz Banu Isroilning oldiga qaytib borganda Musa rost gapiribdi, Allohni ko'rdik demoqchimiz. Lan nu'mina laka hatta naralloha jahratan deydi. Allohni
ochiq ayon ko'rmagunimizcha hargiz iymon keltirmaymiz deb turdi. Musa alayhissalom ularni bu so'zidan qaytarmoqchi bo'lib, o'zi ham Alloh taologa qaramoqchi bo'lganda, tog'ga Allohning bir nuri tushganda tog' kul bo'lib ketganligini aytib, ularni bu fikrdan qaytarmoqchi bo'ldi. Lekin bu qavm bunga bo'yin bermadi. Shunda mana shu fahozatkumus soiqatu va antum tanzurun deydi Alloh taolo Qur'onda. Mana shu 70 kishi Allohni ko'ramiz, bo'lmasam qaytmaymiz deb o'jalik turgan paytida ularni chaqmoq urdi, 70 ta kishi tengdaniga o'ldi. Va Musa alayhissalom Alloh taolodan agar bu yaxshilarini o'ldirib qo'yadigan bo'lsang, qolganlari menga itoat qilmaydi-ku deb Allohga iltijo qildi. Alloh taolo ularni o'lganlaridan keyin tiriltirib berdi. Ana shu 70 kishi biri tirilganini ikkinchisi ko'rib turdi. Mana shuncha mo'jizadan keyin ham ular Ilyo shahriga yetganlarida Alloh taolo tomonidan mana shu Ilyo shahri, hozirgi mana Quddus shahri sizlar uchun yozib qo'yilgan, bitta eshikka hujum qilib keladigan bo'lsanglar, mana shu shahar sizlarniki bo'ladi desa, ular aytishdiki, yo'q deydi. Biz uchun yozib qo'yganmi Alloh bu shaharda? Ana shu yerda yashayotgan xalqlar chiqib ketsin, keyin kiramiz. Modomiki ular uyda turar ekan, biz kirmaymiz. Zero biz 430 yil qulchilikda yashagan dehqonlar, hunarvandlarimiz jang qilishni bilmaymiz deydi. Izhab anta va robbuka faqatila inna huna qaidun. Ular aytishdiki, ey Musa bor, sen Robbing bilan borib urushaver, biz bu yerda o'tirib turamiz deydi. Ya'ni mana shuncha mo'jizadan keyin, hattoki mana shu o'lib tirilgan 70 kishidan biror kishi Musa alayhisalomga itoat qilishlikni xohlamadi. Shunda Alloh taolo o'zini bir ularni ustiga tushirgan bir jazosini bildirdiki, innaha muharramatun alayhim 40 sana yatihuna fil ard. Mana shu shaharga kirishlikni xohlamaysizlarmi? Albatta bu shahar sizlarga 40 yilga harom, yer yuzida sargardon bo'lib yurasizlar deydi. Miqdod roziyallohu anhuda ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Badr g'azoti kuni aytgan so'zini Abdulloh ibn Mas'ud aytadiki, agar butun dunyo meniki bo'lganida, shu ikki og'iz so'zga butun dunyoda almashtirib olgan bo'lardim deydi. Nima degan edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklar bilan ro'baro kelib qolganda, ashiru ilayya ayyuhan nas. Ey odamlar, maslahat beringlar. Nima qilaylik? Urushaylikmi yoki urushmaylikmi deb so'raganda, sahobalardan hammasi urushaylik deydi. Shular ishdan Miqdod rib aytdiki, "Ya Rasululloh, biz sizga Banu Isroil Musa alayhisalomga, ey Musa, bor, sen Robbing bilan urushaver, biz bu yerda turtiramiz degandaqa gap gapirmaymiz. Balki biz, ey Rasululloh, siz boring va Robbingiz borib birga jang qilinglar, albatta biz sizlarning yoningizda turib jang qilamiz" dedi. Shuncha Ibn Abbos aytayaptiki, Ibn Mas'ud butun dunyoda ana shu ikki og'iz so'zga almashtirib olgan bo'lardim deydi. Banu Isroilda aytgan so'zi va sahobalar aytgan so'zini solishtirib ko'raylik. Ular mana shu Ilyoga kirishlikdan bosh tortganlaridan keyin Alloh taolo ularni sargardonlikka hukm qilindi. 40 yil hech qaysi qavm bunchalik muddat balolanmagan edi. Alloh taolo bu qavmni halok qilishligini xohlamadi, balki ularga bir jazo berishni xohladi. 40 yil ichida cho'lda ichida sargardon bo'lib yurishdi. Otlarga qaytishdi, shaharga kirishdan 600 ming yahudi bundan bir qancha masofa avval uchragan shahar yoki qishloqqa kirmoqchi bo'lib qaytdi, yo'lda yo'qotib qo'yishdi. Ana shu doirada alanib yurishaverdi. Sen bilmaysan ekan yo'lda. Men boshqaraman deb bitta yangi yo'l bosh chiqdi, yetaladi, bir hafta yurdi, 10 kun yurdi, yana boshlagan joyga kelib qolaverdi. Mana aytdik Alloh taolo Banu Isroilni ustiga tushirgan mo'jizalardan bir qanchasi yana zohir bo'ldi. Bu 40 yil ichida ular cho'lda yurishgan edi. Ularni 40 yil ustida salqinlatib yurgan bulut yurdi. Mana shu 600 ming kishini qoplaydigan salqinga ega bo'lgan bulut 40 yil mobaynida ustida yurdi. Ular nimani yeyishdi bo'lsa 40 yil ichida? Alloh taolo ularni 3 mahal kuniga ovqatlantirdi. Ana shu ovqat vaqti yetganda osmondan to'p-to'p bedanalar tushib kelardi-da, ularning oyoqlarining ostida turardi, qochib ketmas edi. Bitta-bittadan ushashib, pishirib yeyishar edi. Alloh taolo ularga manni tushirdi, ya'ni asalga o'xshagan bir shirinlik edi. Alloh taolo ular chanqagan paytlarida Alloh taolo Musa alayhisalomga asoyiz bilan ana shu toshni uring dedi, toshga asoyin uchun tegizdi, 12 ta buloq otilib chiqdi. Bu ham berilgan mo'jizalardan bittasi edi. 12 ta buloq, 12 ta qabila edi, Asbat, Sibt degani bitta qabila bo'lar edi. Qad alima kullu unasin mashrabahum, har bitta qavm, har bitta qabila o'zini suv ichadigan joyini topdi. Bu suv shunaqa mo'jiza ediki, bu toshni ko'tarib o'zlari bilan olib yursa, suv to'xtab qolar edi, tushirib yerga qo'ysa suv oqar edi.
Mana shuncha mo'jizani ko'rgandan keyin ham o'zini payg'ambariga osiylik qilishdi. Alloh taolo Qur'ondagi eng katta qissa bu Musa alayhisalom qissasi deb bayon qilgan. Nima uchun bu qissani bu darajada katta mufassal bayon qilinyapti? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim g'oyril mag'dubi alayhim valaddallin. Parvardigoro, bizlarga to'g'ri yo'lingni bergin, to'g'ri yo'lingga boshlagin. Seni g'azabingga yo'liqmaganlarning yo'li bo'lsin va adashmaganlarning yo'li bo'lgan solih bandalaringga inom qilgan yo'lingni bergin. Ana shu har safar valaddallin deganda nasroniylarni tushunamiz, haqni yo'qotib qo'ygan. G'oyril mag'dubi deganda Allohning g'azabiga uchragan yahudlarni tushunamiz. Mana 3-4 safardan beri Musa alayhisalom qissasini eshitdik va Banu Isroilni Alloh taolo nimaga la'natlaganligini tushunib olgan bo'lsa kerak. Alloh taolo bu qissani katta bayon qilyapti. Ya'ni mana shulardan bo'lib qolmanglar. Mana shu 40 yil sargardonlikning ichida bo'lgan bir qancha voqealar bor. Bugun mana shulardan bir qanchasini gaplashgan bo'lamiz. Bu birinchisi sigir voqeasi. Mana hammamiz bilamiz, Qur'oni Karimning eng katta surasi Baqara surasi, ya'ni sigir degani. Ana shu sargardonlik yillarida kunlarning birida yoshi katta va nihoyatda bir davlatmand bo'lgan bir kishi o'ligini topishadi, uyg'onish parasi. Va bu davlati ko'p bo'lganligidan uni merosxo'rlari kim o'ldirganligini bilishlik uchun talashib qoladi, kim o'ldirdi. Amakisini o'g'li o'ldirgan bo'ladi. Ana shu amakini moli dunyosiga ega bo'lish uchun o'ldirgan bo'ladi-da, endi kim o'ldirdi degan savol bilan talashib qolishganida Musa alayhisalomga olib kelib aytishadi: "Ey Musa, sen tiriltirib bera olaysanmi uni? Bilib bera olaysanmi kim o'ldirganligini?" deganda Musa alayhisalom aytadi: "Alloh bildirsa bilaman" deydi. Ular aytadi: "Robbingga duo qil, bizga bildirsin." Va iz qala Musa li qaumihi inna Alloha ya'murukum an tadhbahu baqara qala atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Alloh mana shu o'likni tirilishini xohlaydigan bo'lsanglar, Alloh sizlarga bitta sigir so'yishni buyuryapti dedi. Ular aytishdi: "Biz senga o'likni tiriltirib ber desak, sen bizga sigir so'yishni buyurasan, nima? Bizni masxara qilyapsanmi?" dedi. Musa alayhisalom aytdi: "Johillardan bo'lib qolishlikdan Allohdan panoh so'rayman" dedi. Bu sigir qissasi qisqagina, lekin olinadigan xulosasi nihoyatda katta. Alloh taolo ularga sigir so'yishga buyurgan edi. Ular savolni ko'paytirib yuborishdi. Qanaqa sigir bo'lsin? Rangi qanaqa bo'lsin? Yosh qanaqa bo'lsin? Falon sifatlar qanaqa bo'lsin? Xullas kalom, bitta sigirni so'yib qo'ysa, maqsadga yetinlardi, muddaoga yetinlardi, lekin ko'paytirib yuborishdi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Sifatlarni aytib ber bizga deganda Musa alayhisalom aytdi, u bo'lib bir yo'li qari ham emas, bir yo'li bikir yosh ham emas dedi. O'rtasi dedi. Qilinglar endi shu ishni dedi. Ya'ni bitta sifatini so'rashda aytdi, qari ham emas, yosh ham emas dedi. O'rtacha dedi. Shuni so'yib qo'ysalar bo'ldi dedi. Ular yana savolda davom etishdi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Rangi qanaqa bo'lsin dedi. Subhanalloh, insonda bir aqli bir adashadigan bo'lsa shunday ekanda, sigir deding, nima so'yib qo'yaver? Qanaqa bo'lsin? Sifatini aytdi. Endi rangi qanaqa bo'lsin? Rangi ana shu sarg'ish dedi, qaragan odamning ko'zini quvontiradi, birorta bir aybi yo'q. Xullas shunday sifatlarni Alloh taolo tushirib qo'ydiki, so'rashaverdi, Alloh tushiraverdi. So'rashaverdi, tushiraverdi. Savol beraverdi, ko'payaverdi. Oxiri bir odamda shunday sigirni borligini topishdi. Mana endi to'g'risini aytding, hamma sifatlarni mukammal bildik. Endi inshaalloh topamiz deb chiqishdi. Sigirning egasi ota-onasiga nohata bir yaxshi mehribon odam bo'ladi. Ota-onasini parvarish qilishida sigir uni yordamchisi bo'ladi albatta. Sutini sog'adi, boshqa qiladi. Sotmayman deydi. Banu Isroil ulardan vazniga teng oltinni berishlik evaziga sotib olishadi. Ba'zi rivoyatlarda vazniga 10 barobar oltin berishgan deydi. Chunki o'lgan mayit nihoyatda boy bo'ladi, uni boyligini taqsimlashlik uchun ana shu qotilni topishlik kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p savol berishlikdan qaytargansiz bilan bizni. Boshqa hadislarda aytadi Rasululloh, sizlarni nimadan qaytargan bo'lsam, tiyilinglar. Nimaga buyurgan bo'lsam, toqatinglar ko'targancha qilinglar deydi. Sizlardan burungi qavmlarda halok qilgan narsa bu payg'ambarlari bilan ko'p tortishganligi va payg'ambarlariga ko'p
savol berganliklari. Yani e'tibor bering, hadis ikkiga bo'linyapti. Nimadan qaytargan bo'lsam tiyilinglar, gap so'z. Unaqa sekin-sekin degan gap ketmaydi bu yerda. Harom narsadan mutlaq tiyilinadi. Endi buyurilgan farz ibodatlar mutlaq qilinadi, undan keyingi sunnat, mustahab, qo'shimcha amallar toqat ko'targancha qilinadi. Hadisda davomiga qarasangiz, sizlardan avvalgi ummatlar halok bo'lib ketgan. Sabab payg'ambar bilan tortishgan va ko'p nima qilgan? Iymon keltirganlar deyiladi Alloh taolo Qur'onda bor oyatida. Agar oshkor bo'lsa, sizlarga zarar qilib qo'yadigan narsalar haqida so'ramanglar deydi. Ya'ni hali sizlarga aytilinmadimi? Tek qo'yib turinglar. Sizlarga kerak bo'lgan kuni Alloh taolo nima qiladi? Vahiy bilan buni bildiradi. Sizlar shoshiltirmanglar, otni choptirmanglar deydi. Ya Rasululloh, meni otam kim deydi bittasi. Sen otang falonchi deydi. Ya Rasululloh, meni tuyam qayerda? Shunga o'xshagan savolni beraverganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, so'raveringlar deydi. Aytaveraman deydi. Yelkalaga uchishi deganda Hazrati Umar shuni qolib, ya Rasululloh, tavba qildik. So'ramaymiz boshqa dedi. Sahobalar, Madinada yashagan sahobalar Rasulullohga shunday botinib savol berisha olmagan. Tashqaridan, sahrodan birorta bir esli oqil arablardan kelib qolsa, sahroylardan xursand bo'lishar ekan. Hozir kelib ikkita narsani so'rasa, shuni bahonasini nima qilamiz? Biz so'raveramiz. Amal qilamizmi, qilmaymizmi so'raveramiz, bilib qo'yaylik. Ko'p bilgan ko'p javob beradi. Bir aytadiki, Madinaga ko'chib borishlar meni bitta narsa to'sadi deydi. Yani hamma xohlaydi Rasululloh yonida yashashni, lekin dedi bitta narsa sabab deydi, Madinaga ko'chib bormayman deydi. Nimaga desa, Madinada yashasam Rasulullohdan savol so'ramay qolaman deydi. Tushunyapsizlarmi? O'sha domlami, imommi, borasi mumkin emas demagunicha qila olmasangiz yoki toqatingiz ko'tara olmasa, yaxshisi so'ramay turavering. Chunki bilmagan odamga gunoh yozilmaydi. Agar ular mana sigir deganda, olib chiqib bitta sigirni so'yib qo'yganda 2 tillaga ham 3 tillaga beradi. Shu bilan ish bitaradi. Lekin o'zlari qiyin qilib olishdi. Fazabahuha va ma kadu yaf'alun. Ya'ni ana shularda bir o'jarlarga bitta odamni boy qilib qo'ydi. Ehtimol 3 tangaga 4 tangaga sotib yuborardi, lekin ana shu ularning ahmoqligiga Alloh taolo ularga mana shunday ular qattiqlik qilishaverdi, Alloh taolo qatiraverdi. Payg'ambarlarga tushgan shariatlar ichidagi eng og'iri deydi ulamolar tomonidan Banu Isroilga tushgan shariat. Chunki ular so'ravergan, Alloh taolo tushiravergan. Ana shu sigirni so'yishadi, ba'zi rivoyatlarda sonini go'shi bilan urdi deyiladi, ba'zi nimalarda kurayni go'shi bilan urdi deyiladi. Xullas, molda bir qismi bilan, bir go'shi bilan o'lidi urganda, o'lib tiriladida Musa alayhisalom so'raydi undan. Seni kim o'ldirdi deganda, falonchi meni o'ldirdi deydi. Deydi va o'ladi. Kazalika yuhyillohul mauta va yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alloh taolo aql yurgizishlaringiz uchun o'zining oyatlarini ko'rsatadi. Mana shunday qilib Alloh taolo tiriltiradi. Ya'ni Alloh o'zi biladi boshqa o'zlarda qanday tiriltirishini. Shu bilan haligi qotil topildi, yana bitta mo'jiza sodir bo'ldi. Bugungi suhbatimizni asosiy vaqtini oladigan qissa bu Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalom o'rtasida bo'lgan qissa. Shunday bir kitoblarda so'zlar bor ekan, xato bo'lgan. 4 ta payg'ambar hali ham tirik deyshar ekan kitoblarda. Ya'ni odamlarda tilidagi narsa. Osmonda 2 tasi, yerda 2 tasi deyshar ekan. Osmonda 2 tasi, bittasi Iso alayhissalom, bittasi Idris alayhissalom. Yerdagi tiriklari bu Zakariya alayhissalom va Xizr alayhissalom. Bu botil akalar. Chunki va rafa'nahu makanan aliyya deb Alloh taolo mana Idris alayhissalom haqida biz uni oliy makonga ko'tardik deganda o'sha yerda joli olingan kishini. O'sha yerda qolgan 4-osmonda. Iso alayhissalom tirik. Yerdagi payg'ambarlar kelsak, Zakariya va Xizr alayhissalom kelsak, ular albatta vafot etib ketgan kishilar. Kullu nafsin za'iqatul maut dedi Alloh taolo. Har bitta jon egasi o'lim sharbatini totadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham taklif qilingan qiyomatgacha yashashlik. Rasululloh rad qilgan. Har bitta payg'ambarga taklif qilingan, lekin hech qaysisi bu dunyoda qolishni xohlagan emas. Chunki mu'minni oxiratda kutib turgan mukofotini oldida dunyo qafas. Hadisda keladi-yu, ad-dunya sijnul mu'min va jannatul kafir. Dunyo mu'min uchun qafas deydi, kofir uchun jannat deydi. Nimaga? Chunki mu'min dunyoda har qancha zo'r yashasin, oxiratda kutib turgan ne'matlarni oldida bu dunyo qafasdek ko'rinadi. Ya'ni kofir dunyoda har qancha yashasin, oxiratda kutib turganining oldida bu dunyo nima bo'ladi? Jannat bo'laveradi unga.
Oxiratdagi azobni oldi, dunyodagi azob hech narsa bo'lmaydi. Yana shunaqa bir so'zlar bo'lar edi. O'g'il bolaga 15 ga kirganda, 16 ga kirganda, 25 ga kirganda, 40 ga kirganda Xizr uchraydi. Yana nima bo'lardi? Boshmoqdog'ini suvagi bo'lmaydi. Ushlab olsang tilatilagini deydi. Shunga o'xshagan gaplar bo'lardi, eskilar, kattalardan eshitardi. Islom dini bunaqa bir ertak yoki bir afsonaga o'xshagan narsa emas. Islom dini bu matematikani singari ochiq ravshan narsa. Hamma yo'q o'rniga qo'yib qo'yilgan, unaqa mubham, tushunilmay qolgan, shunaqa mekin deydigan joyi yo'q. Aniq narsa. Ana shu Xizr alayhisalom haqidagi ma'lumotimizni to'ldirib olishlik uchun mana bugungi qissani gaplashamiz. Kutmanglar, Xizr alayhisalom uchramaydi. Hali Xizr qo'llasin degan gap bu shirkka olib boradigan kalima, Alloh saqlasin. Xizr qo'llamasin, Alloh qo'llasin. Davud pirim qo'llamasin, Alloh qo'llasin. Yana bor, kasblarda, pirlarda bo'lib qo'yganmiz. Bu shirkka olib boradigan narsa, Alloh saqlasin. Banu Isroil mana shu 40 yillik sargardonlikda yurgan paytida mana aytdik, sigir voqeasi sodir bo'lib o'tadi. Musa alayhisolamning oldiga Banu Isroildan bir qanchasi kelib so'rashadiki, "Ey Musa, yer yuzidagi eng ilmli odam kim?" deb so'rashadi. O'sha paytda kim ilmli odam? Payg'ambari. Kim u kishi? U kishi Kalimulloh. U kishi Alloh taolo bilan bevosita gaplashdi. Alloh taolo Tavrotni berdi. O'zini zamonasining mutlaq afzal insoni, eng ilmli insoni. Shundaymi? Mana ulul azm min rusul, payg'ambarlarning eng buyuklari deb 5 tasini aytganimizda, bittasi Nuh, Ibrohim, Musa, Iso va Muhammad alayhisolatu vassalam. Ana shu 5 ta payg'ambardan bittasi, shubhasiz ulug' insonlardan. Lekin Alloh taoloda o'ziga qaytarmadi bu savolni. Eng ilmli odam kim dedi? Men bo'lsam kerak inshaalloh demadi, balki men devordi. Nima deyish kerak edi? Alloh biladi. Qissaning oxirida shunday xulosa keladi. Ey Musa, xulosa, siz butun yer yuziga ustoz bo'lishingiz mumkindir ilmingiz bilan. Lekin shunday bir bandam borki, siz shogirdlikka emaramaysiz unga degan. Har bitta inson ertaga, indinga, 5 yildan keyin, 10 yildan keyin nima bo'lishini bilishni xohlaydi, shunday emasmi? Bu hamma orzu qiladigan narsa, lekin bu narsa hech kimga berilgan emas. Xizr alayhisalomga berilgandi shu narsa. Musa alayhisalomga avval bo'lib o'tgan ishlar haqidagi ilm berilgan bo'lsa, Xizr alayhisalomga endi sodir bo'lajak ishlar ilmi berilgan edi. Alloh taolo Musa alayhisalomga itob qildi shu so'z uchun. Ey Musa, siz qayoqdan bilasiz eng ilmli odam siz ekanligingizni? Bir joyda bir bandam bor, sizdan u ilmliroq dedi. Albatta Musa alayhisalom aytdi, eng ilmli odam edi zamonasining mutlaq afzal insoni edi. Lekin bir ilm bobida har bitta ilm egasi ustidan bilimdorroq bo'lgan ilm egasi bor degan Qur'onda bir oyat keladi shu mazmunda. Ustamisiz, sizdan ustarog'i bor qattadir. Endi atrofingizda shunaqa odamni siz ko'rmayotgan bo'lsangiz, bu yo'q degani emas sizda odamda. Sizdan afzalrog'i ham bor, faqat indamay o'tiribdi. Shunda Alloh taolodan u kishiga yo'liqtirishini so'raganda Alloh taolo ana shu ikkita dengizni tutashgan joyda balig'ingizni yo'qotib qo'yadigan joyingizdan topasiz degan alomatni beradi. Musa alayhisalom vafotidan keyin payg'ambarlikni qo'liga olgan Yosha ibn Nun degan xizmatchi yigiti bo'ladi, keyin payg'ambar bo'ladi bu. Shu yigitni xizmat hamrohligida ana shu balig'ini tuzlangan deyiladi ba'zi rivoyatlarda. O'lik balig'ini servatga solib dengizni bo'ylab istab ketishadi shu odamni. Ya'ni bitta anlaydigan narsa shuki, birodarlar, Musa alayhisalom mana shuncha ilmga ega bo'lsa ham, sendan ko'ra bilimliroq o'sha bandam desa, hech kibr qilmasdan, biz ham ancha-muncha narsani bilamiz, biz ham 3-4 ta kitob o'qib qo'yganmiz demasdan o'rganaman deb ketyapti. Musa payg'ambarga ilm yetmagan ekan. Birodarlar, agar Qur'onni zo'r o'qiyotgan bo'lsangiz, fiqhni o'rganish kerak. Fiqhni zo'r gapirsangiz, hadisni o'rganish kerak. Albatta ilm ko'p. O'shuning uchun payg'ambarimiz 5 yildan qabrgacha ilm izla degan. Nima istab ketyapti Musa alayhisalom? Subhanalloh. Musa alayhisalomga ilm yetmayapti. Bizga yetyaptimi? Masala bo'lyapti, kir ichkariga desa, eshitganman. Televizorlardan tirasa, birorta bir ustozlardan ma'ruza qilayotgan bo'lsa, boshqa kanalga yuboramiz tars etkizib. Tan olinglar. Bu bor ichimizda bu kamchilik. Chunki yetarli-da bizda ilm. Ya agar sizda belingizda kasalingiz bor, oyog'ingizda kasalingiz bor, mana shu kasalni
Dorisini gapirayotgan bo'lsa to'xta, tek tur. Uni eshitib olay deysiz, chunki kerakda bu narsa. Lekin ilm gapirayotgan bo'lsa, bemalol laqillab o'tiraveramiz. Chunki kerak emas deb o'ylaymiz o'zimizga. Inson bolasi to'playdigan narsaning eng afzali bu ilm. Chunki inson to'plagan hamma narsani yo'qotib qo'yishi mumkin, kursi tushib ketishi mumkin, o'g'ri olishi mumkin, o't ketishi mumkin. Yana o't ketmasa, o'g'ri olmasa qiyomatda javob berish bor bu to'plangan molga. Lekin ilm, qiyomatda bu ilm inson darajasini ko'taradi. Xullas Musa alayhisalom o'zini ana shu xizmatchi yigiti bilan dengizni yoqalab ketdi. Va idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrayni wa amdiya huquba. Vaqtiki Musa o'zining xizmatkor yigitiga to ikki dengiz qo'shiladigan yerga yetmaguncha yoki uzoq zamonlar kezmaguncha yurishdan to'xtamayman degan paytini eslangiz. Ikki kishi yo'lga chiqishdi. Falamma balagha majma'a baynihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri sarada. Endi qachonki u ikkisi dengiz qo'shiladigan yerga yetishgach, aytilgan joyga borganlarida baliqni unutdilar. Bas u baliq dengizga qarab yo'l oldi. Ana shu aytilgan joyga yetib, charchab Musa alayhisalom uxlab qoladi. Xizmatchi yigiti ham ko'zi keta uxlayotgan mahalda baliq sevatdan irg'ib dengizga qarab suzib ketganligini ko'radi. Lekin charchaganligini, xatoligidan hali turganda aytaman deydi-da, yotib uxlab qoladi. Uyg'onganda esidan chiqib qoladi va bir qancha safarga yo'lda bir qancha muddat bosib o'tishadi. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghoda'ana laqad laqina min safarina hada nasaba. Bas qachonki u yerdan o'tishgach, Musa yigitiga nonushtamizni keltirgan. Haqiqatan bu safar biz uchun og'ir bo'ldi, bu safardan charchadik dedi. Shunda Halibani esiga keldi. Dedi, falon joyga borganimizda baliq dengizga qarab tushib ketdi deganda Musa alayhisalom aytdi, "Zalika ma kunna nabgh." O'sha narsa kerak edi bizga dedi. Orqasiga qaytib borishdi. Fawajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina va allamnahu min ladunna ilma. Bas bandalarimizdan bir bandani topdilarki, biz unga o'z dargohimizdan rahmat, ya'ni payg'ambarlik ato etgan va o'z huzurimizdan ilm bergan edik. Xizr alayhisalomning o'lganligiga mana shu dalil bo'ladi. Bandalarimizdan bo'lgan bir bandani deyapti Alloh taolo. Alloh taolo yaratgan bandasi, u tirik jon albatta nimani totadi? O'lim tortadi. O'lib bo'lgan u kishi kutmaylar, istamaylar. Yo birorta bor o'sha qadar uchratgan odam ichimizda. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Musa unga sizga bildirilgan bilimdan menga ham to'g'ri yo'lni ta'lim berishingiz uchun sizga ergashsam maylimi dedi. Musa alayhisalom albatta Xizr alayhisalomdan darajasi ulug', lekin mana shunday ulug' darajadagi payg'ambar ilmi borligi uchun xorlik bilan sizdagi ilmni menga o'rgatishligingiz uchun sizga ergashsam ruxsat berasizmi deyapti. Vaqtingiz bormi? Imkoniyatingiz ko'taradimi? Boring bizga, o'rgating demayapti akalar. Sizlar o'rgatishinglar kerak deydi. Ilm egasiga borib xorlik qonat tutiladi akalar. Chunki Musa alayhisalom Xizrga ruxsat bersangiz, sizdagi ilmni o'rganing deyapti. O'qiganmi? O'rgatish kerak edi. To'g'ri o'rgatish kerak, lekin uni so'rashni ham bilish kerak. Ahli ilmlardan, ustozlar bilan muomala qilganda, u so'zni o'ylab gapirish kerak. Chunki ustozlar ana shu payg'ambarlarning merosxo'rlari bo'lgan odamlar. Ular haqida gapirayotganda tilda elabroq gapirish kerak so'zlar. Falonchimi? Ha, anaqa. Ha, po'kinchimi? Ha, bu anaqa. Ha, o'zing kimsan? Bu yerda talaba o'zini ustozining oldida siniq xor bo'lishi kerak olmadi xulosasi. Siniq bo'lish kerak, hurmat qilish kerak ustozini. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. U Xizr aytdiki, aniqki siz men bilan birga ilm mashaqqatlarga sabr qilishga toqatingiz yetmaydi. Ya'ni bu ilmni mendagi ilmni o'rgangani sizning sabringiz yetmaydi. Kimning sabri yetmayapti? Kim edi u kishi? Banu Isroilda mana shuncha bir bema'nigachilar, rasvoliylarga sabr qilgan eng ulug' payg'ambardan bittasi bo'lgan Musa alayhisalomning ilmi sabr nima qilmayapti? Bu ilmni o'rgangani sabringiz yetmaydi deydi. Ya'ni insonga kelajakda bo'ladigan ishlarda ilmi beriladigan bo'lsa, inson ko'tara olmas ekan. Mana 3 ta o'rinda edi Musa alayhisalom sabr yetmaganligi ko'rinib qoladi. 3 ta ish qiladi, chidamaydi oxirigacha. Bu yerda umuman bu ilm haqida xos gapirildi, umuman ilm o'rganishlikka insonda sabr bo'lish kerak. Ilm odamning tili bilan gapirar ekan. Ey odam bolasi, agar sen butun umringni menga bag'ishlasang, senga ozgina bir narsamdan beraman.
Agar ozgina vaqtingni sarflasang, men senga hech narsani bermayman der ekan. Dunyodagi katta bir kashfiyotlarni qilgan olimlarni qarasangiz, umri o'sha proberkada, o'sha mikroskop ustida o'tib ketgan. Soch-soqolim taragani ham vaqt olmaydi. Hali parishon xotirga o'xshaydi. Butun ilmga vujudi bilan kirishib ketgandan keyin Alloh ularga ozgina ilm bergan. Qur'onni yodlashim kerak. Bir 10 ta sura yodlab qo'yish kerak deb yuraveramiz. Lekin birinchi qadamni nima qila olmaymiz? Tasha olmaymiz. Xudo xolasa bolamni qori qilaman deymiz. Paxtan terib olib, keyin. Mashtrokan tutkizib olib, keyin. 30 ga kelib olib, keyin. Pensiyaga chiqib olib, keyin. Pensiyaga chiqqanda o'sha kalla olmay qo'yadi. Ilm o'qigani sabr kerak, birodarlar. Musa alayhisalom bu kishiga javob berib aytdiki: "Va kayfa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra?" Zotan o'zingiz egallab olmagan, xabardor bo'lmagan narsaga qanday sabr qilasiz? Ya'ni meni sinab ko'rmadingiz-ku. Meni shagird qilib olmadingiz, sabrimni sinamasdan turib qanday qilib sabringiz yetmaydi deb aytasiz dedi. Musa dedi: "Inshaalloh siz meni sabr toqatli ekanimni ko'rursiz. Biror ishda sizga osiylik itoatlik qilmayman" dedi. Ya'ni tamomiy nima qilaman? Bo'yinsinaman, taslim bo'laman deyapti. Ilm shunday olinar ekan. Xizr alayhisalom o'zidagi ilmni o'rgatishlikni shartini aytdiki, siz menga ergashasiz bitta shart bilan. Nima ish qilsam, shu qilgan ishimning sababini aytmagunimcha siz so'ramaysiz. Men o'zim bildirmaguncha nimaga bunday qildingiz deb nima qilmaysiz? So'ramaysiz deyildi. Fantalaqa hatta idza rakiba fi as-safina kharaqaha qala akhraqta li tughriqa ahlaha qala laqad jita shay'an bimro. Ozgina yurishdi, dengizga chiqib ketayotgan kemani minishdi. Ozgina yurgandan keyin Xizr alayhisalom tushib, kemani aybli qilib qo'ydi, teshib qo'ydi tayini. Suv kirishni boshladi. Ya'ni o'zi chiqib turgan, odamlar minib turgan kemani cho'kishlikka ro'baro qilib teshib qo'ydi. Shunda Musa alayhisalom aytdi: "Uni odamlarni g'arq qilish uchun teshdingizmi? Juda dahshatli ish qildingiz-ku. Birinchi qilgan ishiga sabr yetmayapti, nimaga qilganligini bilolmasdan." Xizr alayhisalom aytdi: "Men sizga aytdim-ku" dedi. "Men bilgan ilmni o'rganishlikka sabringiz yetmaydi" dedim. Ilmga chanqoq bo'lgan Musa alayhisalom bo'ldi, gap yetkazdi demayapti. Ya'ni tirmalashib qolyapti. Bir marta bilmasdan so'rab qo'ydim. Esimdan chiqib qopti. Bitta qilgan aybishim uchun haydab yormayman. Qala la tu'akhidni bima nasitu va la turfiqni min amri usra. Unutganim sababli meni ayblamagin va bu ishim uchun meni mashaqqatga duchor qilmangiz. Bo'pti, mendan o'tibdi. Bor, o'qitmayman sen desa bo'ldi, ketib qolaveradi. Sen o'qitmasang boshqasi o'qitadi. Unaqa qilmayapti. Sabr qilyapti. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. So'ngra yana yurdilar. To borib bir bolaga ro'baro bo'lganlarida Xizr uni o'ldirdi. Buni ko'rgan Musa dedi: "Birovni o'ldirmagan begunoh jonni o'ldirding-a? Dar haqiqat siz buzuq ish qildingiz" dedi. Ko'chada to'g'rima-to'g'ri o'ynayotgan bola shunday borda bosib turib so'yib yubordi Xizr alayhisalom. Haqiqatan insonda toqati ko'tarmaydigan narsa. Bu payg'ambar edi bu. Begunoh, birovga zulm qilmagan, birovni o'ldirmagan jonni o'ldirdingiz dedi. Juda xunuk ish qildingiz dedi. Yana aytdi hali gapini. Aytdim-ku, sizni sabringiz yetmaydi deb bu ishni qilishga. Ikkinchi marta tushirib qo'ydi. Yana uzr so'rayapti. Qala insa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Endi yana bir marta so'rasam, endi uzrni men o'zim bergan bo'laman sizga. Ayb menda bo'ladi, meni nima qilasiz? Haydab yuborasiz. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Kemadan tushdi, bolani o'ldirdi. Bir qishloqqa kelishuvdi. Qishloq ahli ularni ziyofat qilib bergani bosh tortishdi ularga. Payg'ambarlar so'ragan emas ekan, payg'ambarlar talab qilgan ekan, birodarlar. Payg'ambarlarda so'rashlik degan xorlik bo'lmas ekan, talab qilgan ekan. Ya'ni musulmon ustida haqlardan bittasi sizni uyiga olib boradigan bo'lsangiz, 3 kun indamasdan mehmon qilish kerak. Birinchi kun o'zi yeyotgan taomdan ziyodaroq qilib ziyofat qilib berish kerak. Qolgan 2 kunida o'zi yeyotgan taomdan bersa bo'laveradi. Shungacha nimaga keldingiz deb so'rashlikka haqqi bo'lmaydi. Endi bu xayol bo'lib ketgan birodarlar. Biz eshiklardan javob beramiz. Eshikka kiramiz deymiz. U ham biladi. Yo'q, masjiddan ketaman deydi. Bizda mehmonxonalarni ko'pligi bilan faxrlanamiz-da.
O'zi har bitta musulmonning uyida mehmonxona degan xona bo'lar edi. U mehmonning uyi bo'lgan. U shunaqa uy bo'lganki, ichki hovli, tashqi hovlida yana mana kattalarimiz bilasizlar. Mehmon kelib, ana shu mehmonga tayyorlangan bir uy bir darzda yashab, hojatxonasi ham bor, hamma sharoiti bor. Orqadagi ayollarga bir noqulaylik tug'dirmasdan bir oy yashasa ham nariyoqdagilarga bir zarar tegmaydi. Shu yerda yeb ichib 3 kunmi, 4 kunmi ketdi. O'shuncha har bitta musulmon yuring bizga deb olib keta olagan. Uyni qurishlikda to'yda rashotini olmagan akalar bizga o'xshab. Sani kerak deymiz biz. Mehmonda musulmonchilikka tushadigan qilib solgan uyda. Ularda uy solishi ham islomiy bo'lgan. Bu ikki payg'ambar qishloqqa keldi, qishloq ahlining yelkasidagi qarzi bo'ladi. Mehmonni ovqatlantirish, yotoqqa joy berishlik. Agar bir shaharga musulmon kelsa-yu, yotoqqa joy topa olmasa, yegani ovqat topa olmasa, ana shu shahardagilar hammasi gunohkor bo'ladi. Bitta odam qamoqqa yopib ketsa, boshqalardan nima bo'ladi? Soqit bo'ladi. Bu ikki payg'ambar haqqini so'radi. Hech kim joy ham bermadi, ovqat ham bermadi. Endi qishloqdan chiqib ketishyapti, qishloqning chekkasida devori nurab yotgan bir uyni ko'rdi. Shuni yengini shimardi-da, devorni urib, yo'lini chilab, go'lagini tikka qilib, devorni tikka qilib qo'ydi. Ya'ni ularga yomonlik qilgan, yaxshilik qilmaganlarni devorni tikkalab qo'yganda Musa alayhisalom aytdi: "Agar xohlasangiz" dedi. "Agar xohlasangiz bu ish uchun haq olishingiz mumkin edi-yu" dedi. 3-marta sabr yetmadi. Mana bu ishlarda xulosalarni gaplashamiz endi birodarlar. Xizr alayhisalom mana shu qilgan 3 ta ishni ta'vilini aytib berdi. Qala hada firaqu bayni va baynik sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabra. U Xizr alayhisalom aytdi: "Mana shu siz bilan mening ajrashimizdir. Endi men sizni sabringiz yetmagan, toqatingiz yetmagan narsalarning ta'vilini sharhidan ogoh qilaman" dedi. Kema dedi. Birinchisi kema edi. Kema xususida kelsak, u dengizda ishlaydigan, yuradigan miskin bechoralarniki edi. Bas men uni aybli qilib qo'ymoqchi bo'ldim, chunki ularning kemadagilarning ortida ko'zlab borayotgan manzillarida butun kemalarni talon-taroj qilib tortib oluvchi bir podshoh bor edi. Ya'ni kema sog' borganida kemani sog'lomligini ko'rib turib, ana shu davlatning podshosi kemani nima qilardi? Tortib qo'yar edi. Endi kemani teshib qo'ydim, ular bir amallar yetishib oldida, aybi bor kemani nima qilaman men? Teshib kemani dedi-da, olmay qo'ydi. Mana endi qarab turinglar. Kema teshilganda kemani egalari xafa bo'lishdi. Endi chiqim bo'ladigan bo'ldi. Moncha narsadan qolib ketdik. Endi moncha chiqim bo'ladi deb turib, yomon ish bo'ldi deb o'ylashuvdi. Aslida nima bo'lib chiqdi ularga? Va asan takrahu shay'an va huwa khayrun lakum. Hayotingizda bir ish sodir bo'lsa, sizlarga yoqmaydi dedi Alloh taolo. Ehtimol orqasida yaxshilik bor dedi. Va hayotingizda bir ish yoqadi sizlarga, ehtimol orqasida yomonlik bor dedi. Sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi. Demak, biz ham bir ishni qilsak, yaxshi foyda bo'lmagan bo'lsa, bir safarda mo'ljalib turib, bora olmay qolgan bo'lsak, biz albatta yomon bo'ldi deb o'ylaymiz. Shundaymi? Boshimizda bir sodir bo'ldimi? Demak, bitta yaxshilik ish bor. Mashinangiz buzilib qoldi, yeta olmay qoldingizmi? Moncha so'mdan qolib ketdim, bir reysda moncha qolar edi. Ehtimol o'lib ketardi shu yerda. Demak, musulmon odam faqat hayotidagi ishlari yaxshi tomonga yursa xursand bo'lish emas, yomon ish sodir bo'lganda ham xursand bo'ladi. Nimaga? Bundan kattaroq ziyondan Alloh to'sgan bo'lsa ajralmas deydi. Biz ham xulosa olaylik. Chiquvdik, ko'zimizga yoqmaydigan bir manzara bo'pti. Deylik, qopog'imizni sug'urib ketibdi, yo bir aynagimizni sindirib ketibdi. Shuni dardi bilan yurib qoldik yoqqa bu yoqqa. Ehtimol nariroqqa borsangiz bir odam urib borarmi deysiz. Demak, va asa an takrahu shay'an. Hayotingizda sizlarga yoqmaydigan bir ish sodir bo'lsa, ehtimol orqasida nima bo'lishi mumkin? Musulmon doim xotirjam bo'ladi qalbi. Bitta yaxshilik bor bundan orqasida albatta deydi. Ikkinchisi, va ammal g'ulamu fakana abawahu mu'minayn fa khashina an yurhiqahuma tughyana va kufra. Haligi bolaning ota-onasi deydi, o'ldirilgan bolaning ota-onasi. Solih mo'min odamlar edi. Bu bola katta bo'lsa, kufr tug'yonga kelib, ota-onasiga zulm qiladi dedi. Ya'ni aytdik, Xizr alayhisalomga hali bo'lmagan ishlarni ilmi berilgan edi. Bu bola katta bo'lsa, ota-onasini xor qilardi. Parvardigoring ota-onasini xor qilmaslik uchun jonini olib qo'ydi. O'rniga undan ko'ra yaxshiroq bo'lgan, ota-onasiga mehribon bo'lgan bolani berdi ularga dedi. Yana bu gap, bolasi o'lib qolganligini eshitib, ota-ona albatta xafa bo'ladi. Ehtimol bir yomonligi borki, Alloh taolo olib qo'ydi, sizni yaxshiligingiz uchun, sizga rahmi kelganligi uchun.
Bir mashina olaman dedingiz, birov 50 so'm berib olib qo'yibdi ustidan. Bilamizda qanaqa kayfiyatga tushamiz. Berardim o'shini men ham deysiz. Ha sizga nasib qilmabdimi? Yaxshilikni umid qilib qo'yavering. Demak bir ishi bor. Alloh menga nasib qilmabdimi? Demak bir ishi bor buni. Keyin eshitasiz. O'sha reysdan men ham qolib ketdim, yaxshi ham qolib ketgan ekanman. Avariya bo'lib ketishdi hammasi. Ha qolib ketganingda siqilgansan sen ham. Ha bir xato orqaga surilib ketishingda sen ham bo'g'ilgansan. Endi ular cho'kib ketgandan keyin, oqib ketgandan keyin, otilib chopilib ketgandan keyin, ha yaxshi bo'lgan ekan. Mo'min odam o'sha hayotida yoqmaydigan ish sodir bo'lganda ham yaxshilik umid qiladi. Bir yaxshilik bor bundan orqasida deydi. Ota-ona bolasi o'lganda xafa bo'lgan edi, lekin ota-onani mana shu bolani o'lishligi ota-ona uchun nima bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Hatto bolani o'zi uchun ham yaxshi bo'ldi. Yoshligida, go'dakligida o'lib ketgani, gunohi ozroq mahal o'lib ketgani. Katta bo'lib kofir tug'yonga kirib o'lgani yaxshimidi yoki yoshligida o'lib ketgani yaxshi bo'lib chiqdimi? Faradna an yubdilahuma robbuhuma khayran minhu zakatan va aqrab ruhma. Shu sababdan ularga Parvardigor boladan ko'ra, ana shu boladan ko'ra pokizaroq, undan ko'ra mehribonroq boshqa bir bolani badal evaz qilib berishini istadik. O'shuning uchun hadeb atini aytib so'ravermasdan kerak narsani. Robbana atina fid dunya hasana do'raylik-da. Parvardigoro bizga yaxshilikni bergan dunyoda ham, oxiratda ham do'raylik-da. U yaxshilik qanaqa ko'rinishda ekanligini faqat kim biladi? Alloh taolo biladi. Musa alayhisalom Madiyanga borganida daraxtga o'tirib duo qilganini bir eslab qo'yaylik. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Parvardigoro, men sening menga tushiradigan yaxshiliklaringga faqirman dedi. Ya'ni menga nima yaxshi bo'lsa, sen bilasan, o'sha yaxshi narsani menga ber dedi. Bo'lmasam yurtidan quvg'inga uchragan kishi biladi nima kerakligini o'ziga. Yurtimga borib olay dedi, uyimga borib, uni demadi. Parvardigor menga nima kerakligini sen o'zing bilasan dedi. Mana aytdik, Shuayb alayhisalomga kuyov bola bo'ldi, 10 yil yashash joyi bilan. Alloh taolo xotin berdi, payg'ambarga kuyov qilib qo'ydi Alloh taolo. Demak, so'rayotganimizda o'ziga tashlab o'raylik. Ba'zi bizga kerak bo'lgan narsalar tilimizga kelmaydi. So'rabchi tugamam qoladi-da ba'zida. Arafatda o'tirganda duo qilasiz. Kun chiqqandan boshlab kun botgungacha o'tirasiz duo qilib. Tugamam qoladi. O'shini tugab qolganda Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana. Biz bilmaymiz bizga qaysi narsa yaxshiligini. Yoki Parvardigor shu so'rayotgan narsa menga yaxshi bo'lsa ber. Agar yomon bo'lsa mendan nari qil devoraylik. Shu sababdan ularga pokiza Parvardigori ana shu o'lgan boladan pokizaroq, ulardan ko'ra ota-onasiga mehribonroq bola berishini xohladik. Wa ammal jidaru fakana li ghulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an dhalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra. Mana endi 3-chi qilgan ishini sababini aytib beradi. Endi devor esa shu shahardagi yoki qishloqdagi 2 yetim bolaniki bo'lib, uning ostida ular uchun bir xazina bor edi. Ularning otalari juda yaxshi kishi edi. Bas ular voyaga yetib, Parvardigorning marhamati bo'lmish xazinalarni chiqarib olishlarini iroda qildi. Men bu ishlarni birontasini o'zimcha qilganim yo'q. Mana shu sizning sabringiz yetmagan ishlarning ta'vili. Mana 3-chisi devorga keldik. Alloh taoloning irodasi har qanday irodadan, Alloh taoloning mashiati har qanday mashiatdan ustun turadi. Biz har qancha istamaylik, Alloh istagani bo'ladi. Biz har qancha istamaylik, Alloh xohlamasa bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir hadisda keladi, farzandlarini kelajagi haqida g'am qilgan, qayg'urgan ota bo'lsa, hammamiz diqqat qilaylik. Hammamiz shu farzand bola-chaqada yuribmiz. Shu bola-chaqamiz qiynalib qolmasin deb dunyo jamg'aryapmiz. Bola-chaqamiz mendan keyin qiynalib qolmasin deb uy-joy solyapmiz. O'zi uylab qo'yganingizdan keyin uy solib berishlik qarzingiz yo'q sizga, bolangizga. Lekin qilib beraman deysizda, bolam qiynalmas, qilib beraman, mayli, qilib bering. Lekin bola-chaqam qiynalmasin deb faqat dunyo jamg'arishlik bu juda katta xato bo'ladi. Chunki siz butun umr yemasdan, ichmasdan bola-chaqamga qolsin deb jamg'arib qo'ygan narsangizni siz o'tib ketgandan keyin bir kun o'g'irlab ketish bormi? Bir kun o't ketib qolishi mumkinmi? Bir kun bolangiz ahmoqlik bilan qimorga boy berishi mumkin u. O'lib ketganingizdan keyin nima yaxshilik qila olasiz unga? Hech narsa.
Ota-onani farzandiga beradigan eng katta narsasi bu islomiy axloqi. Ilm beradigan bo'lsa, axloqni tarbiya qiladigan bo'lsa, ota-ona farzandiga bundan oshiqcha narsani bera olmaydi. Otalarni farzandlarning oldida qarzlari pokiza ayolni tanlashiydi, tug'ilganda chiroyli ism qo'yishiydi va islomni iymonni o'rgatishlikdir. Biz faqat farzandlarni jasadini tarbiya qilishlikka, faqat jasadini, rohatini ko'zlashlikka mehnat qilib yurgan odamlarga o'xshaymiz. Inson ikkita narsadan iborat: jasad, ruh. Biz usti bo'shi joyida bo'lsa, odamlardan kam yashamasa bo'ldi. Demak, nima bo'lyapti u? Yaxshi yashayapti. Rasululloh nima deyapti? Farzandlarini kelajagi haqida qayg'urgan ota bo'lsa, deyapti. Taqvo qilib yashasin, shuni o'zi yetadi deydi. Bu ikkita yetim bolani otasi taqvodor odam edi. O'lib ketgandan keyin ham payg'ambarlar xizmatiga solib qo'ymayaptimi Alloh taolo? Kimning hurmatidan? Kim sababli? Xudo bexabar tirik ota-onadan ko'ra o'lib ketgan bo'lsa ham mo'min bo'lgan ota-onaning foydasi ko'proq ketar ekan farzandiga. Aytayapti, otasi yaxshi odam edi, solih odam edi. Parvardigoring xazinasini bolalar balog'at yoshiga yetganda chiqarib olishi uchun devorni urdi, devorni urdi. Men o'zim qilganim bu ishlarni dedi. Siz faqat unga uy solib berishlik, joy solib berishlik, mashinasini olib berib qo'yishlik, boshqalardan kam bo'lmasa faqat jasadini tarbiya qilib, ruhini tarbiya qilmaydigan ekansiz, kelajakda bu bolangizga zo'r narsani qoldirganingiz yo'q. Bolalarimizni qonini boqishimiz kerak, ustini qilib berishimiz kerak, lekin eng asosiy narsa bu emas. Chunki agar ularni qonini men boqayapman desak, otasi o'lib ketgan yetimlar ham o'lmay yuribdi-yu. Ularda rizqi bor o'lmayapti-da, rizqi tugagan kun ular ham o'lib ketaveradi. Ularda qonini biz boqmaymiz. Ularda qonini Alloh boqadi. Biz qalbini tarbiya qilaylik, ruhini tarbiya qilaylik. Biz jasad bilan ruh o'rtasidagi farqni bilmay qolganmiz. Biz jasadimiz rohati uchun ruhni qiynab qo'yapmiz. Aslida Alloh taolo ruhimizga jasadni bir xizmatchi qilib bermaganmidi? Biz ko'proq jasadni rohatini qo'llaymiz. Qalbni, ruhni rohati qanaqa bo'lar edi? Bitta misol. Qo'shningizni uyida yetishmovchilik. Bolalari kechasi bilan yig'lab chiqyapti qon noshligidan. Sizni qonni qursog'ingiz to'q, uxlayapsiz. 4 ta nonni olib keldingiz ko'chadan. Shuni qo'shningizga kirgizib olsangiz, bolalar uxlaydi, lekin siz qoningizni och yotadi. Birinchi holat. Nonni kirgizib oldingiz. Qoningiz och, uyqungiz kelmayapti, lekin qo'shninikidan yosh bolalarning xurrayotgan ovozi kelyapti. Qanaqa rohat bu? Men o'zimni nonimni berib, ular uxladi. Alloh mendan rozi bo'l degan rohat qanaqa rohat u? Endi aksi. Qoningiz to'ydi, uyqungiz kelyapti, qo'shningizdagida bolalar ochlikdan qiynalib yig'layotganligini eshitib turibsiz. Qoningizni to'yganligi tatiydimi? Biz shu jasadning rohatini qo'lib, ruhni xizmatkor qilib qo'yganmiz. Ruhni xizmatida bo'lish kerak emasmidi jasad? Kechqurun kechasi turib, jasadni qiynab, janamozga olib kelib qo'yganingizda, bilasizmi qalb qanaqa rohat oladi? Ruh bu kiyimga o'xshasa bo'ladi, jasadda. Kiyim sizni avratingizni yopadigan, issiqdan sovuqdan himoya qiladigan bir asbobida xolos. Shunday emasmi? Endi oppoq ko'ylak bilan oppoq shimni kiyib olgan bo'lsangiz, o'tirmaysiz bir yerga. Kir bo'lib qoladi. Cho'kka tushmaysiz, g'ijim bo'lib qoladi. Bu kiyim sizni xizmatingizni qilmasdan siz kiyimda xizmatkor bo'lib qolyapsiz u. Mashinani oldingiz, uzoqingizni yaqin qilish kerak edi. Hadab buzilaversa, topganingizni o'sha mashinangizga choplaversiz, nima qilasiz oxirida? Men seni olmagan ekanman, sen meni olgan ekansan deysizmi? Birodarlar, bu ruhga Alloh taolo kiyimni, jasadni kiyim qilib bergan. Bu jasadni ishlatishlik kerak. Bu jasad ertaga turpoq olib ketadi, lekin ruh o'lmaydi. Farzandlarimiz faqat jasadini tarbiyasiga emas, ruhini tarbiyasiga e'tibor beraylik. Mazkur ilohiy qissadan shunday bir xulosa olinadiki, Alloh taolo go'yoki Musa alayhisalomga aytayapti: "Ey Musa alayhisalom, biz sizga eng katta ilmni berdik, Tavrotni berdik. Zamoningizga eng ilmli odamsiz. Zamoningizda payg'ambarisiz. 5 ta ulug' payg'ambarning bittasisiz. Sizga avvalgi bo'lib o'tgan narsalarning ilmini berdik. Shu bilan inson faxrlanib ketmasligi kerak ekan. Zero deyapti Alloh taolo. Falon joyda bir bandam bor. Sizga o'tgan iftorada ilmini bergan bo'lsak, u bandaga hali bo'lmagan ishlarning ilmini xabarini berganmiz. Siz bu dunyoga ustoz bo'lishingiz mumkin bu ilmingiz bilan, lekin u bandamga shogirdlikka ham yaramaysiz."
Alloh taolo bir bandasiga berib qo'ygan bir ilmiga ikkinchi payg'ambari sabr qilishga toqat yetmayapti. Demak, insonga har qancha ilm berilmasin, Alloh taolo Qur'onda marhamat qilganidek, "Va ma utitu minal ilmi illa qalil." Sizlarga juda oz ilm berildi. Butun ilmni Alloh taolo o'ziga qaytadi. Biz biror bir so'zni aytishlikdan burun yoki ertaga falonda narsa qilaman deyishlikdan burun albatta orqasiga inshaalloh deb qo'shib qo'yishlik kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga yahudiylar kelib, agar ey Muhammad, sen rost payg'ambar bo'lsang, sen 3 ta narsani bilishing kerak. Ruh nimaligini bilishing kerak. Ashobul kahf nimaligini bilishing kerak. Zulqarnayn nima kimligini bilishing kerak. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu Kahf surasida keladi. Ertaga keladi. Ertaga aytib beraman deydi. Lekin inshaalloh deb qo'ymaydi. Ertasi kuni yahudiylar keladi, Alloh taolo payg'ambarni itoat qilib vahiy tushirmadi. Yahudiylarga bayram bo'lib berdi. Keyin Alloh taolo tushirdi bu suralarda, bu qissalarda. Va aytdiki, "Fala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Alloh, fadhkur robbaka idza nasita." Ey Muhammad alayhisalom, endi buni bu yog'iga biror bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, inshaalloh deng. Esdan chiqarib qo'ygan bo'lsangiz, Parvardigoringizni eslang dedi. Musa alayhisalom ham yer yuzidagi eng ilmli odam kim deganda, men inshaalloh demadida, men devordi. Demak, hech qachon siz bilan biz mo'min odam men demasligi kerak. Har qancha darajasi ko'tarilib, har qancha dunyoyingiz, ilmingiz, quvvatingiz, amalingiz oshib ketgan bo'lsa ham men demasligi kerak ekan. Mo'min odam bir gapni gapirganda qo'rqadigan bo'lib qoladi. Orqasiga inshaalloh qo'shmasa, hozir tevadan bir balo tushadigandaqa. Bu insonning qalbini uxlamayotganligini belgisi. Demak, xulosaladigan bo'lsak darsimizni, bizga hayotimizda qanaqa ish sodir bo'lishidan qat'iy nazar, albatta biz mana shu ishda bizga xayriyat bor deb umid qilamiz. Va aytamizki, Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. Alloh subhanahu va taolo eshitgan mo'jizalarga amal qilishni nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.